O'zbekistonda fitness darajasi juda ham past darajada. Fitness uchun kelgan odamga bodybuildingni kiydirishga harakat qiladi. Lekin u odam bodybuilder emas. Faqatgina menga steroid yordam berishi mumkin deydi. Bu yoqqa o'tib ketadi. Na чем устроим? Ekzogenniy testosteron bo'lganini hisobiga aynan nimani hisobiga o'sayotganini o'zi bilmaydi. Qandaydir dirish sen menga nimani o'rgatalasan deydi. Nima uchun o'rganishimiz kerak? 50 yil oldin ham odamlarda mushaklari o'sgan bo'lsa degan savol beriladi. Bilim orqali, faqatgina bilim orqali mana shu vaziyatni o'zgartirsa bo'ladi. Mana siz nima uchun bilim qidirishni boshlagansiz? Nima uchun kitob o'qishni boshlagansiz? Eski 90-80-yildagi rekomendatsiyalarni berishyapti odamlar. Eng ko'p eshitgan mifiz nima? Vazn tashlaganda meva mumkin emas. Nimagadir hech kim xohlamayapti bu narsani o'zgartirishni. Trener eng muhimi nima haqida o'ylash kerak? Qilgan rezultatni uzoq umr davomida ushlab qolish. Mana bu eng muhimi. Все, boshlayveramizmi? Boshlaymiz ekan. Хорошо. Bismillah. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz qanaqadir zaimli mehmondamiz, chunki men Samarqandda mehmondaman. Ramis aka podkastda mehmon sifatida qatnashyaptilar. Bu podkastni maqsadi nima? Meni o'zimni ichimda maqsadim bor edi. O'zbekistonda shunaqa odamlar bor. Mutaxassis deymizmi, o'zini ishini ustasi, o'zini kasbini fidoyisi deymizmi? Shunaqa odamlar borki, o'zbek tilida gapiradigan, o'zbek tilida ma'lumotni qabul qiladigan odamlar eshitishi kerak bo'lgan odamlar bor meni nazdimda. Shu odamlar bilan auditoriyani tanishtirish maqsadim. Bugun xudo xohlasa mana birinchi bo'lib Ramis aka bilan mana shu xayrli ishni boshlaymiz inshaalloh. Ramis aka ozgina o'zingiz haqida aytib berasiz. Hammaga salom, Abdullaga katta rahmat shu inisiativadan chiqqani uchun. Bu O'zbekistonda naturalniy bodybuildingni rivojlanishiga birinchi qadam bo'ladi deb umid qilaman. Shunaqa bo'ladi. Hozir ozmas o'zim haqida gapiraman. Tak, agarda ma'lumot oladigan bo'lsak, men fizika matematika fakultetini tugatganman. Samarqand davlat universiteti. Plus fitness yo'nalishini oladigan bo'lsak, Moskvada litsey uchuniy fitness degan zavedeniya bor, shu yerda o'qiganman. Trenerga, personalniy trener bo'lish uchun plus sportivniy nutritsiolog. O'zbek auditoriya bilan ishlaganimga ko'p bo'lmadi. Bu auditoriya bilan ishlashga nimaga qaror qildim? Ko'rdimki, что O'zbekistonda fitness darajasi juda ham past darajada. Chunki mana bu kachok akalarimiz bizdan xafa bo'lishmasin, lekin aytadigan gap, agarda muammoni olib chiqib aytmasang, u muammo hech qachon hal bo'lmaydi. Shuning uchun eski 90-80-yildagi rekomendatsiyalarni berishyapti odamlar. Bu optimal emas, chunki boshqa yo'l bor. Shu yo'lni biz ko'rsatmoqchimiz Abdulla akamiz. Shuning uchun o'zbek auditoriya bilan ishlashdan maqsad fitnessni yangi bosqichga chiqarish, imенно ilmiy yondashadigan fitnessni. Prosta qandaydir zalga kelib tosh ko'tarish emas. Har bitta odam tushunishi kerak. Zalga nimaga kelyapti? Qanday instrument ishlaganda bu nima uchun qilishim kerak? Prosta tag emas, havoda toshni ko'tarib, men bisipsimni o'stirmoqchiman. Значит, menga Arnold akamiz aytgan-ku, shu qilgan-ku, значит, uni metodi menda ham ish beradi. Shunaqa vaziyatga hozir internetda biz nimani ko'ramiz? Genetik одаренный bolalarni ko'ramiz, kimda mana shu metod ishlov bergan. Lekin biz ko'rmaymizki, millionlab odam shu metodni ishlatgan, lekin natija olmagan. Bular o'z haqida gapirmaydi, chunki natija yo'q. Nima qiladi u internetga gapirib? Kimda natija bo'lsa, o'zini ko'rsatadi. Unaqa bolalarda ehtiyoj yo'q, dashi o'rganish. Tak shu narsa ishlayaptimi aytadi. Bu nima qilasan boshingda og'irtib? Arnold akamiz ko'rsatgan-ku, shu. Nima qilasan velosipedni zanovo izobretать qilib? Shu narsani qilib bo'ldi. Lekin bu optimal yo'l emas, boshqa yo'l bor. Siz buni bilasiz, men ham bilaman. Shuning uchun o'zbek auditoriya bilan ishlashdan maqsad shu. Bilim orqali, faqatgina bilim orqali mana shu vaziyatni o'zgartirsa bo'ladi. Vota. Men o'zbek tilida kontent qilishni boshlaganimga misol 1 yildan oshdi, уже qarib 2 yil bo'lib qoladi yaqinda. O'sha kontentlar orasida kommentariyalarda savollar bo'ladi, fikrlar bo'ladi.
mana o'zimga berilgan savollar bor, har xil negativlar bor. O'shalardan kelib chiqib hammasini yig'ib bir umumiy ko'rinishda o'zimni beradigan savollarim bor. Mani fikrimcha bu savollar ochilishi kerak, bunga atroflicha javob berilishi kerak. Chunki kommentariyada qiyin yozish yoki har bitta odamga alohida javob berish qiyin. O'shuning uchun hozirgi mana siz aytgan gaplardan o'rinli savol kelib chiqadi. Arnoldni qilganini qilish kerak va hokazo. Lekin 50 yil, 60 yil oldin ham o'sha odamlar trenirovka qilgan, rezultat qilgan. Nima uchun unda biza bilim olishimiz kerak? Zachем? Nima uchun o'rganishimiz kerak? 50 yil oldin ham odamlarda mushaklari o'sgan bo'lsa degan savol beriladi. Endi qarang, oz-moz boshqa joydan olib kelaman, pul haqida gaplashamiz. Ammo yaxshi ko'radi-ku pul bilan taqqoslasak. Mana qarang. Sovet vaqtida pul qanday ishlangan? Ko'pchilik faqat ishlagan qayerda? Zavodda, fabrikada, qo'l bilan ishlagan. Keyin shunaqa vaziyat bo'ldiki, tadbirkorlik berildi. Kimda oz-moz anosi bo'lsa, fikrlash darajasi yuqoriroq, tanqidiy fikrlash, ili qandaydir vaziyatni ko'ra bilish qobiliyati bo'lsa, ular biznesga o'tib ketib, ancha ko'p soha qildi. Keyin hozir, например, bizda ota-onalarimizga aytsa, bitta joyda o'tirib, например, Instagramda qandaydir programma qilib 18 million dollarga sotib o'rgan. Ular tasavvurga qila olmaydi. Как так? Ular o'rgangan, faqatgina qo'ling bilan ishlasang pul keladi. Pul faqat zavodda topiladi. Da, всё. Agarda bu narsani fitnessga pernasit qiladigan bo'lsak, xuddi shundayda, avval qanday qilingan, lekin hozir mana bu ilmiy yo'nalish sekin-sekin kirib kelyapti bizga. Rossiyaga kirib kelgan davno Amerikada boshlanadi u, chunki hamma ilmiy tadqiqotlar u yerdan chiqadi, chunki u yerda fanga bo'ladigan e'tibor pul ajratish u yerda juda ham mo'shti. Afsuski, Rossiyada kam, bizda почти unaqa narsa qilinmaydi, mo'shti qilinadimi bilmayman. Shuning uchun tadqiqotlar chiqadi, yangi texnologiyalar rivojlanadi, bizga yangi informatsiya keladi. Mana bu narsa mana shunaqa ishlaydi. Bizga tadqiqotlar, например, ko'rsatmaydi, imенно mana shunaqa qil deb. Bizga просто yo'nalish beradi. Mana shunaqa, например, jarayon mana shunaqa bo'ldi. Biz buni inobatga olamiz, praktikada qo'llashni boshlaymiz, ko'ramiz. O shunday. То есть, mana bu bilimlar bizga jarayonda optimizatsiya qilish instrumentini beradi, vositani beradi. Biz zainteresovonku, agarda biz, например, yaxshi ishlayotgan narsani yana ham yaxshi ishlatsak, bu biz uchun yaxshi-ku. То есть, maqsad prinsip Pareto. Minimum усилия, maksimum rezultati. Lekin bu narsani amalga oshirish uchun bilim kerak. Shuning uchun bilim olish kerak. Kamroq resurs ishlatib, ko'proq foyda olish. Kamroq puling ketsin. Senga sportivniy pitание kerak emas, ko'p. Unga soqqani yo'q qilma. Ko'p ichingdagi resursni, energiyangni yo'q qilma. Например, ko'p bolalarda problema nima? Sizga ham yozadi, menga ham yozadi. Например, kim bizni eshitsa, bizda rekomendatsiyalarimizni, tavsiyalarimizni trenirovkasiga qo'llaydi aytadi sразу. Avvalgiday markaziy nerv sistemam charchamayapti. Avvalgiday uyqudan turganimda o'zimda tetik his qilaman. Shunaqa narsalar. То есть, zaldagi mana shu optimal bo'lmagan yondoshuv zaldan tashqari hayotiga salbiy ta'sir qilmaydi. То есть, endi bizni chempion akalarimizda xafa bo'lmaysizlar. Yashash modeli shunaqa. То есть, ular professional sportsmen ko'pchiligi, ularning maqsadi chempion bo'lish, sarnovaniyaga chiqish, musobaqaga chiqish. Ularning hayoti shu bilan chegaralangan. То есть, ular trenirovka qiladi, ovqat yeydi, uxlaydi, kimdir trenirovka qiladi. То есть, ko'pchilikda shunaqa hayot. То есть, zal bilan bog'langan. Lekin ko'pchiligimizda hayotimiz unaqa emas. Oddiy odamlar unaqa emas. Da, agarda mana shunaqa model bilan ishlaydigan bo'lsa, ko'pchilik salbiy ta'sir qiladi imенно zaldan tashqari hayotga. Yangi pog'onalarga chiqa olmaydi. Aytadi, mana men bugun krasavchikman, charchaganman, zalga bordim-ku, qiladigan ishimni davay ertaga qilaman deydi. Ishni qoldirib oldinga chiqish bo'lmaydi. Mana menda, например, o'zimda shunday bo'lgan, boshida bilimim bo'lmagan-ku, lekin biz birinchi bu sportga kirib kelganda kimga qaraymiz? Mana shu Arnold akalarimizga, chempionlarga qaraymiz. Hammamiz shundan boshlaganmiz. Потому что o'ylaymizki, bu odamda bo'ldi-ku, значит, bu odam aytganini qilishimiz kerak. Lekin bizga aytadigan, mana sizga o'xshagan, menga o'xshagan, biz boshlaganda unaqa odamlar bo'lmagan. Internet endi rivojlangan, biz majbur edik. Mana men, например, специально Moskvadan jurnallar, Men in Health, shunaqa fitness spesial kitoblar olardim. U yerda faqatgina chempionlarga rekomendatsiyasi edi, plus reklama protein. То есть, shunaqa odamlarga tushuncha berardiki, protein bu qandaydir mo'jizaviy qo'shimcha, buni ichsangina shunaqa mushaging bo'ladi. Biz o'ylardikki,
bizda natija yo'q. Nimaga protein icholmaymanda? Ha. Или, например, menda ham mana o'zimda agar eslaydigan bo'lsam, meni zalimda ko'kragim yaxshi rivojlanmasdi. Men o'ylardimki, mana men shlanga bilan ishlayapman, gantel bilan ishlayapman, hamma narsani qilyapman. Lekin menda crossover yo'q zalimda. Ha. Вот crossover yo'q, Arnold crossover qiladi-ku, например, effektni ko'kraklar. Men o'ylardimki, вот crossoverim bo'lsa, Zo'r meni bo'ladi. ko'kragim chiqadi. Keyin shunaqa vaqt keldi, institutda o'qiyapman, trenajyorga boryapman, u yerda crossover bor, qilyapman, chiqmayapti. То есть qilyapsan, no, genetika tufta. Agarda genetikam yaxshi bo'lganda, men yaxshi natija olganda, hozir men shu yerda o'tirmasdim hozirgi urovenda bilimlarimga ega bo'lmasdim. Nimaga men shu bilimlarga egaman? Chunki menda ehtiyoj bo'lgan. Qiynalgansiz. Qiynalganman, Yo'l qilganman, natija yo'q. Lekin ko'pchilik yo tashab ketadi, yo aytadi, men steroid urmasam bo'lmaydi, faqatgina menga steroid yordam berishi mumkin deydi. Bu yoqqa o'tib ketadi, na temную stорону. Lekin juda ham kam odam ilm yo'lini tanlaydi. Juda ham kam odam, chunki bu eng qiyin yo'l. Oson borib testosteronni urib chiqarish, osonda. Ko'pchilik aytadi, baribir paxat qilishing kerak-da, любой paxat qilish kerak. Lekin bu oson yo'l. Eng qiyin yo'l bilim yo'li, chunki o'tirishing kerak, o'qishing kerak, birinchi terminalda tushunmaysan. Lekin shunga qaramay harakat qilasan. Lekin sekin-sekin kim bo'ladi? Shuning uchun sizga o'xshagan, menga o'xshagan odamlar uje bilimni olib, qiyin narsani harakat qiladi, oson tilda yetkazib berishga. Chunki biz siz bilan bilamiz. Biz ham shunaqa bolalar bo'lganmiz. Biz bilamiz nimani yetkazib berishimizga, nima ahamiyatga ega bo'lish kerak. Shuni bilamiz, shuning uchun bizga bilim kerak. Именно har bitta harakatimizdan maksimal darajada samara chiqarib olish uchun. Shuning uchun bilim kerak. Tashqaridan shunaqa holat kuzatiladi-da. Masalan, muammoni yoki holatni tushunmagan odam bu narsani oxirigacha yetib bormaydi. Nimani demoqchimanki, professional sportsmenlarimiz, bodybuilder akalarimiz oddiy odamlarga, to есть fitness uchun kelgan odamga bodybuildingni kiydirishga harakat qiladi. Lekin u odam bodybuilder emas. O'zi hozir fitness haqida ko'p gapirilyapti-yu, lekin bu fitness, meni fikrimcha, men o'zimning fikrim bu, bodybuildingni oddiy odamlarga moslashtirilgan varianti. Chunki hamma ham bodybuilder bo'lishni xohlamaydi. Kimdir shunchaki chiroyli qomatda bo'lishni, sog'lom bo'lishni xohlaydi, bo'ldi. Sahnaga chiqishni xohlamaydi. Lekin bodybuilderlar o'zini turmush tarzidan kelib chiqib, o'zini bilim doirasidan kelib chiqib, bu narsani qila olmagani uchun fitnessga muhtojlik paydo bo'lganda, meni fikrimcha. Chunki bo'lmasa qayerdan chiqib kelardi fitness? Agar bodybuilderlar bergan rekomendatsiyalar bilan, maslahatlar bilan hamma bodybuilder bo'lib ketganida, menimcha fitness paydo bo'lmagan bo'lardi. Chunki hammasi shundoq ham ishlayapti-yu. Shu yerdan kelib chiqqan deb o'ylayman. Hozirgi kunga kelib shuni farqi haqida hech kim gapirmaydi. Ya'ni misol uchun anabolik steroidlarda ishlaydigan metodikalar bor, lekin natural atletlarga u narsa ishlamaydi. Farqi nimada? Mana shu narsani ozgina tushuntirib bering. Nima uchun ishlamaydi bu narsa? O'zi любой bodybuilder, hozir даже o'zidan so'rab ko'rsangiz, qachonlardir обычный hech kim o'ylamagan men целенаправленно bodybuilder bo'laman deb. Hech kim o'ylamagan. Kimdir qanday boshqa sportdan kirib kelgan, просто kachаться qilishni boshlagan, kimdadir genetika tomonidan yaxshi rezultatlar bo'lgan, kimdir aytgan, yaxshi chiqyapti boshqalarga qaraganda. Sen bir o'zingni sahnaga chiqib, bir o'zingda nima qilib ko'r. Ko'p intervyularda ham shu haqida gapiradi. Lekin endi sahnaga chiqmoqchimisan, lekin majbur bo'lasan testosteron ishlatishga. Nimaga? Agarda raqobat bardosh bo'lmoqchi bo'lsang, majbur bo'lasan. Sen может быть xohlamaysan. Lekin u yerda raqobat bor, lekin любой odam chiqqandan keyin birinchi o'rinda olmoqchi bo'ladi-ku. Просто участие emas-ku. Shuning uchun majbur bo'ladi testosteronni urishda. Endi qarang. Kim fiziologiyani tushunadigan bo'lsa, biz bilamiz. Testosteronni urdingmi, mana bu mushakdagi sintez potensiali nerealno в разы kattaradi. Ko'pchilik aytadi, testosteronni uraman tiklanishim uchun. Kimdir aytadi, ovqatimni hazm qilib beradi deydi. Ovqatni ferment hazm qiladi. Testosteron emas. Testosteron mev yadralarida sonini ko'paytiradi. Mushak tolasini ichida. Qancha ko'p mev yadra ko'paysa, shuncha mushak tolasini sintez potensiali oshadi. Sintez potensiali oshdimi, любой rag'bat bersang mushaging o'sadi. Shuning uchun mana bu kim steroid uradigan bo'lsa, nima qilmasa ham любой narsa mana shu testosteron ошибкасini nivelировать qilishga yordam beradi. Naturallarda bunaqa emas. Natural majbur bo'ladi mana shunaqa biomexanika tomonidan, fiziologiya tomonidan optimizatsiya qilishga. Chunki u majbur, unda resurs cheklangan. Tем более agarda genetika tomonidan yana unaqa
одаренный bo'lmasa вдвойне shu narsalarni qilishim kerak. Agarda yaxshi уровеньga chiqaman desang, testosteron nimaga ko'pchilik testosteronni tanlaydi? Потому что именно mana shu nivellyatsiya qiladi. Nima xohlasan qilasan. Pumping qilasanmi, drop set qilasanmi, super set qilasanmi, любой narsa ishlaydi. Chunki mushakni qisqarib rag'bat olyaptimi, все, testosteron uryapsan, sintezim oshadi, nereal mioyadralarda количествоsi oshadi, все. И sen уже oddiy odamga qaraganda ancha anaqa potensialga egasan. Даже testosteronni urishni to'xtatganingdan keyin ham 1 yil o'tadimi, 2 yil o'tadimi, sen naturalga qaraganda ancha преимуществоga egasan. Chunki testosteron urgan payti образоваться mioyadralar hech qayerga ketmaydi. Вот, например, biz bilamiz мышечный память. То есть обычный natural qandaydir mushak massasiga ega bo'ladi, rost taqdir taqozosi bilan trenirovkani tashlab qo'yadi 2-3 oyga, например. Mushak massasi kamayadi. Trenirovkani boshlasa birdaniga yana avvalgi formasiga qaytish oson bo'ladi. Nimaga? Именно mioyadralar. То есть mioyadralar bir marta paydo bo'ldimi, все hech qayerga ketmaydi. Mushak tolasi miofibrilari ketishi mumkin, lekin mioyadralar joyida turadi. Yana rag'bat bo'lyaptimi, sintez yana oshadi. Avvalgi formaga tezroq qaytasan, lekin keyinchalik yana rivojlanmoqchi bo'lsang, ancha qiyinroq kechadi. Shuning uchun mana bu testosteronni uradi odamlar, sahnaga chiqadigan chempion bo'ladimi, короче, соревновательный atletlar. И ular o'ylamaydi optimizatsiya qilishni. Nimaga? Chunki testosteron urdi, hammasi yaxshi itak o'syapti, nima qiladi? Boshni og'ritib, fanda o'qib, optimizatsiya qilish. Mana shu uning variantida bu narsa ishlayaptimi? Все, bu avtomatik klientlarga перенос bo'ladi. Avtomatik. Lekin biz tushunamiz. Novichokda rekomendatsiya boshqa bo'lishi kerak. Потому что novichok keldimi, avval anosini ishlagani yo'q, как его, mushaklari hali rag'bat olgani yo'q. U novichok minimum qilish kerak, maksimum olish uchun. Nimaga ko'pchilik boshida novichoklar yaxshi o'zgaradi, keyin qotadi, keyin bu akalarimiz nima deydi? Testosteron urmasang bo'lmaydi. Единственный выход shu. Normal o'stirmoqchimisan? Единственный выход shu deydi. Получается, xulosa qilib aytganda, bu fikr, как бы men o'zimda ham bu shakllanib bo'lgan bu fikr. Birinchidan biz sahnada ko'radigan odamlar, biz har doim ko'zga ko'ringan o'sha odamlar, birinchidan genetik tarafdan одаренный. Chunki agar xuddi shu holatda siz aytgan narsani men boshqa intervyularda eshitganman-da, ozgina kachatsa qilar edim, keyin formam yaxshi bo'lishni boshladi, keyin trenerim aytdi, musobaqaga chiqib ko'r, shu bilan men bodybuilder bo'lib ketdim degan joylar ko'p. Genetik одаренный. Birinchi holat. Ikkinchi holat, testosteron, egzogenni testosteron bo'lganini hisobiga aynan nimani hisobiga o'sayotganini o'zi bilmaydi. Da, absolutni. Bittasi ham bilmaydi. Kimdir aytadi, men drop set qildim, o'sdim, kimdir aytadi, men super set qildim, o'sdim deydi. Получается, hamma prav. Lekin aslida nima ishlaganini hech kim bilmaydi. Chunki testosteron boyagi organizmdagi kamchiliklarni, xatolarni, trenirovочный protsesdagi xatolarni yopyapti, nivellirovать qilyapti. Naturalda bunaqa imkoniyat yo'q. O'shaning uchun qaysidir ma'noda natural hali minalashtirilgan polyadan yurishga majburda. Bitta xato qildi, progress kamaydi. Bitta xato qildi, peritrenga kirib qoldi yoki bitta xato qildi, zirovaya yo'q, mishni massa ketib qoldi. Xatoni natural atlet xatoni kechirmaydi. Shuning uchun bilim izlashga majbur bo'ladi. Xulosa shunaqa bo'lyapti. Да. Совершенно верно. Потому что и bu narsani tushunish kerak-da. Вот, например, hozir biz siz bilan baza bitta. То есть bizdagi ilmiy yondashuv. Вот любой temaga fiziologiya bo'ladimi, biomexanika bir-birimizni yarim so'zdan tushunamiz. Chunki biz bitta bazadan o'qiganmiz. Kachok akalarimizda tavsiyalari разный. Nimaga? Chunki bittasi aytadi, men mana bu metodni qo'llaganman deydi, menga mana bu effekt bergan, bu yaxshiroq deydi. Boshqasi aytadi, bu yaxshiroq deydi. И, например, novichok kimga quloq solsin? Kimda mushagi kattaroq bo'lsa, shunga quloq soladi. Bu zarurroq dedi. Значит, buni gapi to'g'ri, buni metodini qilaman deydi. И afsuski hozir vaziyat shunaqa. Shuning uchun agarda, например, mana shu kachok akalarimiz testosteron urgan holda yana ilmiy yondashuvni podключат qilsa, ancha yaxshiroq rezultat bo'lardi. Chunki ko'pchiligi o'ylaydiki, mushakni yirtish bu mushak o'sishning asosiy omili deb. Buni уже mana Filip Damas 2016-mi, 2013-yilda tadqiqoti bor, ko'rsatilgan. Qancha mikroshikastlanish kam bo'lsa, gipertrofiya potensiali yuqori bo'ladi. Shuning uchun harakat qilish kerak, trenirovkani shunday programmirованиya qilish kerakki, mikroshikastlanish kam bo'lsin. Yegan oqsilning asosiy
gipertrofiyaga, sintezga ketsin, mana bu parchalangan, shikastlangan mushaklarda tiklanishiga emas. Mana shu narsani o'ylaydi. То есть o'z qo'ling bilan noto'g'ri trenirovka qilib, o'z anonga suv qo'yapsan-da. O'zini oyog'iga boltaveradi. Da, sen qilish bo'ladigan, например, imkoniyating bor yangi уровеньga chiqishda, lekin seni biliming yetarli emas, eski metodni qo'llayapsan, yangi уровеньga chiqa olmayapsan. Ko'pchilik mana bu trenirovkalarni analiz qilaman. Mana bu выступающий atletlarimizda juda ham ko'p ошибка. Hammasida bittasini ham ayta olmaysan optimalniy deb. Hammasida ошибка. Hammasini optimizatsiya qilsa, yangi bosqichga chiqsa bo'ladi ular. Lekin пока что afsuski, ular bu haqida o'ylamaydi. Agarda mana bu podkastni ko'rsa, bir ikkitasi fikrlash darajasi yuqoriroq bo'lsa, o'ylaydi. Agarda mana shu ilmiy yondoshuvda kerak emas, ularga, например, bu narsaga sho'ng'ish. Ular sportsmen. Bizga o'xshagan odamlarga murojaat qilsin, tavsiyalarni olsin, programmasini bo'lib optimizatsiya qilsin, boshlasin. Уже сподвижение bo'ladi. Уже natijasini ko'radimi, shundan уже fikrlashni o'rganadi, то есть o'zgaradi, уже beradigan shogirdlariga beradigan maslahatlar ham sekin-sekin o'zgaradi. Fitnessni rivojlanishi sekin-sekin shundan boshlanadi. Bu narsa hozir kimdir noto'g'ri tushunishi mumkin, o'zini reklama qilyapti yoki xizmatini sotmoqchi degan deb o'ylashi mumkin. Absolutno unaqa emas. Chunki shaxsan men o'zim haqimda gapiraman. Men o'zim hozir naturalniy bodybuilding yo'lidaman. Professional atlet bo'lish yo'lidaman. Bodybuilding sportini yaxshi ko'raman, kuzataman. IFBB yo'nalishini, то есть klassический anabolik steroidlarda qilinadigan bodybuildingni ko'p kuzataman. Chunki boshida ilhomlanish shundan bo'lgan, motivatsiya va ilhomlanish shu bo'lgan. Ronnie Colemanlarni bizani vaqtimizda Ronnie Coleman topdi edi. Lekin informatsiya yo'q edi. Shu odamlarga havas qilib biz bu sportga kirganmiz. Men xohlayman, masalan, primoy translyatsiyada o'tirib o'zimizning atletlarni kuzatishdi. O'zimizning atletlarga balet qilishdi, qanaqadir vklad qilishdi. Mana yaqinda Arnold Classicga komanda ketdi-yu, men o'zim primoy translyatsiyasini sotib olib ko'rdim. O'zimni kanalimda translyatsiya qildim primoy. Bu narsa meni o'zimning muhabbatim. Men xohlayman, чтобы o'zimizda atletlar professional arenaga, top sahnalarga chiqishini. Lekin biza nima deydi? Katta muammo, balkim bu meni fikrim, muammo metodologiyada. Trenirovочный protsessning metodologiyasida. Agar o'sha yerda ozgina mehnat qilsak, menimcha rezultat yaxshiroq bo'ladi. Nimaga? Chunki mehnatkash bolalar ko'p. Mehnat qiladi. Zalda mana noto'g'ri trenirovka bilan jonini beradi zalda. Talantli bolalar ham ko'p. Lekin o'sha trenirovочный protsessni noto'g'riligini sababi bilan birinchidan topga chiqa olmayapmiz. Tan olish kerak, topga chiqa olmayapmiz. Ikkinchidan rezultat faqat farmakologiya bilan bo'lgandan keyin tabiiyki sog'lik istirodat qilyapti. U odamning resursi cheksiz emas. Farmakologiya bilan o'zini noto'g'ri trening bilan ezib qayergadir chiqadida, undan keyin katta ehtimol bilan sog'ligi pozolat qilmagandan keyin sportdan ketadi. Chunki na iznos ishlab chiqqan o'sha уровеньga. Hozir Yevropada, nima uchun Amerikada hamma top atletlar Amerikadan chiqadi? Optimalniy trening ularda davno qo'llanilyapti. Kam, juda kam, lekin qo'llanilyapti. Mevasini beryapti. Meni fikrim bu hech qanaqa negativsiz hozir bodybuilderlarga tosh otish emas. Искренне, mana yurakdan xohish, mana u hissani qo'shish maqsadida bu gaplar hammasi. Da, mana даже agarda ma professional уровеньda oladigan bo'lsak, Instagramingizda ham Ronnie Colemanning gapi bor, siz perevod qilgansiz, aytayapti. Alexey Mokshin intervyu olyapti, aytayapti. Qandaydir yilgacha umuman qandaydir 3-o'rinda, 5-o'rinda yurdim. Shunaqa vaziyat keldi, 1-o'rindan yutding, ketding. Sababi nima dedi? U aytayapti. Faqat bilim orqali. То есть bitta odam bilan tanishdim, trenerlik qilishimni boshladi, u meni trenirovkalarimda pitanalarni o'zgardi, faqat ты должен оставаться обучаемым deyapti. То есть постоянно ochiq bo'lishing kerak yangi informatsiyaga. Agarda shunaqa bo'lsang, постоянно обучаемый, sekin-sekin ko'tarilishing mumkin. Shuning uchun chempion akalarimizga tavsiya. Будьте обучаемы. Mana Abdulla bor, biz bormiz. Agarda bizda nimamiz kerak bo'lsa, tavsiyalarimiz kerak bo'lsa, optimizatsiya biz всегда yordam beramiz, chunki мы заинтересованы в развитии научного подхода O'zbekistonda. Всё. Tем более professional уровеньda kuzataman. Shuning uchun kuzatganim uchun men kallamga shu fikrlar kelaveradi-da, nima uchun nimaga bizda emas. Professional уровеньda qaysidir
atletdan o'tib ketish uchun hamma o'zini konkurentini o'zi biladi. Shu topda man shu bola bo'lmaganda man chempion bo'lardim degan joyi bor hammada. Shundan ozgina o'tish uchun kichkina detallarga bunaqa ishlov beradi. Ya'ni misol uchun ovqatlanish vaqtini bir vaqtga to'g'rilaydi yoki uyqu vaqtini bir vaqtga to'g'rilaydi. Qanaqadir biohacking narsalarni kirgizadi o'zini hayotiga. Professional urovenda hamma professional atletlar, sport sohasiga kirgan odamlar biladi. Professional urovenda millimetr uchun kurashiladi. Shunaqa holat bo'lganda, tем более mening fikrimcha yangi informatsiya juda ham ko'pda. Bizga hozir bitta ozgina e'tibor bersa, urovni ko'taradigan joyda hozir shunaqa vaqtdamizda, lekin nimagadir hech kim xohlamayapti bu narsani o'zgartirishni. Endi chempion akalarimizga keladigan bo'lsak, bu yerda ego degan narsa borda. To есть mana menga qaraydi, aytadi, qandaydir drish sen menga nimani o'rgata olasan deydi. Sen drishdan-ku, men sendan нереально 5 marta kattaman deydi. Endi uni maqsadi именно u sarinyushsa atlet. Uni maqsadi mushakni kachat qilish. Meni maqsadim buni kachat qilaman. To есть meni maqsadim boshqa. Menga kerak emas katta mushak. Kerak bo'lganda men qilardim. Lekin meni maqsadim odamlarga yordam berish. To есть trenirovkasini, pitaniyasini optimizatsiya qilish. Meni yo'nalishim boshqa. Men fitness ekspertman. Bu yo'lda tanlaganman. Men bu yerda fokusimni qaratganman. Именно shunaqa bolalarga yordam berish uchun, допустим, professionallar bilan ishlaganim yo'q, lekin интересно bo'lar edi. Men bilaman, agarda fiziologiyadan, biomexanikadan men optimizatsiya qilishim mumkin, например, yordam berishim mumkin, menga, например, qiziq bo'lardi. Как это отразится, как это поможет. Ko'rish tajribalar. Lekin nimaga murojaat qilmaydi bizda bolalar? Mana bu ego. То есть men kachokman, men ko'proq bilaman, men kattaman-ku. Mana shu narsa odamni rivojlanishi, yangi o'ringa chiqishga to'siq bo'ladi. Mana shu narsani olib tashlagan professional agarda yordam so'rasa, то есть optimizatsiyasiga boshqa o'tishda boshlaydi. То есть Колеман нам aytadi, мы не можем знать все. Есть люди, которые знают больше нас. Всегда. В любом случае, да. Sen har tomonlama zo'r bo'la olmaysan. Shuning uchun harakat qilish kerak. Например, основной fokusim, kachok akalarimizga aytaman, agarda основной fokusim sen trenirovkaga ketadimi, vaqtim qolmayaptimi, саморазвитиеga относительно boshqa, mana bu fiziologiya boshqa, просто yordam so'ra, urovni нанимать qil, то есть vosita sifatida. И все. Вот, например, kim trener bo'lib ishlaydi? Trener bu vosita. Например, mana men kelaman, например, trenajyorniy zalga mushak o'stirmoqchiman. Trener yollayman nimaga? Именно trenerda meni maqsadim trener bilan ishlash emas. Meni maqsadim mushak o'stirish, lekin trenerda vosita sifatida ishlataman. То есть, mana shunaqa tushunishimiz kerak-da. Любой специалист bu vosita maqsadingga olib boradigan. Mana shunaqa qilib yondoshish kerak. Lekin пока что bizda unaqa emas. Пока что bizda unaqa emas. O'ylaydi, men chempionman-ku, meni metodlarim shu chempionlikka olib keldimi, значит, это рабочая тема. Shuni продолжать qilaman. Yangi narsalarni endi men shaxsiy fikrim harakat qilmaydi odamlar qo'llashga. O'zi oldin misol uchun boksdan уже boshlanganda, men sportga kirib kelishim boksdan, keyin rukopashni, keyin erkin kurash, volley borba, bitta jihatini doim kuzatganman. Talantli odamlar dangasa bo'ladi. Hozir o'zimda yonimda ham shunaqa odam bor, talantli, одаренный, lekin dangasa. Talantli odamlar doim dangasa bo'lgan. Chunki o'zini talantini hisobiga hammadan ustun-ku, masalan, bir oy trenirovkaga kelmasligi mumkin, lekin musobaqaga chiqadi, prizovoy местani oladi. Nima kerak unga kelib zalda paxat qilib, если shundoq ham prizovoy место olyapti. Bu narsa qaysidir o'ringacha davom etadi. Bizda hozir xuddi shu kichkina model kattalashgan modelda, chunki qaysidir o'ringacha ishlab boryapti-da, o'sha o'rindan u yog'iga o'ta olmayapmiz. Biz Arnold Classicga bordik, lekin Arnold Classicda lyubitellar o'rtasida musobaqa qildik. Lyubitellar bilan kurashdik. U lyubitel, u balkim sahnada turgan odam umuman professional emasdir, o'zi uchun trenirovka qilar, balkim. Po fakt, chunki pro kartasi bor odamlar bilan bitta sahnaga chiqmadik biz. Men hozirgacha ham chiqqanimiz yo'q. Valentin borib overall yutgan edi, bo'ldi. Undan keyin hozircha bo'lgani yo'q. Lekin menimcha agar shunga ozgina o'zgartirish kiritmasak, uzoq yillarda balkim bo'lmasligi ham mumkin, meni fikrim. Prof уровеньga chiqish uchun birinchidan в любом случае genetически одаренный bo'lishing kerak. И u yerda уже, ko'pchilik aytadi, u yerda связьlaring bo'lishing kerak, mediyniy bo'lishing kerak.
boshqa nima, no опять же ular bilan соревноваться qilish uchun birinchidan genetika bilish kerak, ikkinchidan agarda mana bu научный подходni qo'shmasa aytish qiyin, bizdan chiqadimi, qachon chiqadi. Поэтому в любом случае mana bu научный подход, ilmiy yondashuv ancha boost beradi. По-любому shuni qilgan atlet в любом случае yutsa yutadi, lekin yutqizmaydi. Hozir endi ozgina terminologiyalarni ishlatdik. Hozir tam gipertrofiya, tam mikroshikastlanish. Hozir ozgina shu narsalarga kirishaylik. Mana farqi nimada? Hozir siz aytdingiz, ko'pchilik bilgan teoriya shu, mikrotravmatika qilish kerak o'sish uchun. Lekin hozir siz bu ikkita tushunchani ikkiga bo'ldingiz. Ya'ni o'sishga stimul boshqa, mikrotravmatika boshqa, bular bir-biri bilan bog'liq emas dedingiz. Mana shu haqida tushuntirib bering. Короче, mikrotravmatika, mikroshikastlanish shunaqa teoriya bo'lgan, shu 90-80 yillardan keladi bu. Birinchi mushagingni yirtishing kerak, keyin superkompensatsiya bo'ladi, u kattaradi. Fan rivojlanyapti, ilmiy tadqiqotlar qilinyapti, bu опровергация qilinyapti. То есть novichokda bu odatiy hol, u normal hol, потому что remodelирование bo'ladi mushak tomonidan, потому что sen avval mushaging unaqa stress, rag'batni испытывать qilmadi, sen kelyapsan, rag'bat beryapsan, majbur bo'ladi shu narsaga moslashuv, то есть adaptatsiya bo'ladi. Lekin agarda to'g'ri trenirovka qiladigan bo'lsang, keyin u mikroshikastlanish kam bo'lishi kerak. Lekin bu teoriyani adeptlari naborot shunaqa trenirovka qiladiki, shu ikkinchi kunga обязательно og'riq bo'lish uchun. Shuning uchun maksimalniy zakislение, juda ham ko'p podxodlar o'ylaydiki, mana og'riyaptimi? Og'rigandan keyin achok bo'ladi, shish bo'ladi. Lekin 2-3 kundan keyin bu yana shish ketadi. Ko'pchilik mana даже Instagramda yozadi. Aka, nimaga bir kundan keyin mushak kamayadi, постоянно shu narsani ishlab yursa bo'lmaydi. То есть gipertrofiya mushakda o'sishi juda ham sekin proses. Juda ham sekin. Yog' yo'qotishda odam 4 oyda нереально o'zgarsa bo'ladi. Agarda mushak massasi bo'lsa, yillar kerak. Именно чисто gipertrofiya. Shuning uchun mana bu mushak o'sishi uchun rag'bat kerak, по-любому stimul, именно mexanический stimul trenirovka qiladigan mana bu mushak qisqaradi, ko'rdim, aktimiyazinoviy anolar mostsiklar plus mexanический напряжение, keyin u yerda mexanotransduksiya stimul bo'ladi, mushak sintezi oshadi, sekin mana shu yangi miofibrillar soni oshib, mushak tolasi o'sadi. Hajmi o'sadi. Unga oqsil berishing kerak, kaloriya berishing kerak. Lekin shunaqa teoriya ham bor edi-ku, mana bu gormonal teoriya. Hozir ham shu teoriyani ko'pchilik применять qiladi. Birinchi приседание qilishing kerak, stanuvitsaga qilishing kerak, gormonlaring chiqadi, keyin shu gormonlaring hujayraga boradi, kiradi, ishlagan, например, qo'lingga keyin o'sadi. U teoriya ham подтверждение bo'lmadi. Shuning uchun hozirgi teoriya qanday? Даже ilmiy tadqiqotlar bor, например, testosteron kerak emas, shunaqa nima bor? Ilmiy tadqiqot prostata bezini saratoni erkaklar bo'lgan, unga testosteronni deprivatsiya qilgan, специально to'xtatgan. Umuman testosteron yo'q, специально voditsiya qilingan, kachasiya qilingan. Mushagi o'sgan, boshqa guruhga qaraganda kimga deprivatsiya qilinmagan kamroq o'sgan, но в любом случае o'sish bor. Bu nima deyiladi? Значит, mushakni o'sish uchun просто uni напрягать qilishing kerak. Откazga yaqin borishing kerak, и все, oqsil berishing kerak. Testosteronning o'zingdagi bormi, u yaxshiroq o'sadi. Lekin spesial o'zingda endogenni testosteronni ko'taraman deb qilganing u samara bermaydi o'sishiga. Ano kerak, stimul kerak, и все. Yetarlicha oqsil, kaloriya. Lekin hozir qanday? Mana bu testda booster ichishing kerak, o'zingda testosteronni ko'tarishing uchun boshqa nima? Plus yana nima? Постоянно testosteronni temasini ko'taradi, borib analiz topshir. Bu kimga kerak? Bu klinikalarga kerak. Hayır, o testosteronni borib topshirding, bilding normada или чуть-чуть pastroq icho, asosiy urg'uni turmush tarziga berish kerak. Sabab nimada? Analizdan, ko'rishdan. Да, sen просто bilding testosteronni qanaqa referensiya значениyadan. И все. Lekin borib soqqani to'ladi. 300 ming ketdimi, 500 ming ketdimi? U kimga kerak, например, u trenerlarga kerak. Kimdir медицинский учреждениеда проплачивать qiladi bu narsani. Shuning uchun hozir ijtimoiy tarmoqda shunaqa temalar. То есть yo'q problemani создавать qiladi deganing shu problemaga решениясini sotadi. Soqqa qilishda. Lekin asosiy agarda tana qurilishida oladigan bo'lsak, kam xarajat qilaman desang, bilim kerak. Потому что har kuni bizga juda ham ko'p informatsiya keladi internetdan. Bu informatsiyasi qaysi действительно kerak, qaysi yo'q, sortirovka qilish uchun bilim kerak, хотя бы bazaviy. Agarda biz hozir anoda oladigan bo'lsak, tana qurishdi. Kerak emas analiz topshirish, или там
yog'ni yo'qotmoqchimisan, analiz kerak emas topshirish. Itak agarda erkakda oladigan bo'lsa, qorni chiqqan yog'i ko'p bo'lsa, biz уже bilamiz testosteronni past, chunki yog' hujayrasi o'zi konvertatsiya qiladi u narsani. Yog'ni miqdorini kamaytirdingmi, testosteron joyiga keladi. Shu turmush tarzingga urg'u ber, bo'ldi, hech kimga bob ish bilan qilma. Shunaqa narsalarda. Natural trening haqida hozir gapirdik. Qarang, naturalniy trenirovkani potensiali haqida to'g'ri tushuncha yo'q massada. Chunki ko'z oldimizda doim na vidu deydi ruschasiga, Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda biz asosan anabolik steroidlar bilan yoki sarmlar bilan forma qilgan odamlarni kuzatamizda, o'shani hisobiga natural rezultat qanaqa bo'ladi o'zi, natural potensial qanaqa degan tasavvur yo'q. Yoki bo'lsa ham buzilgan bizda. O'sha narsa haqida ayting. Natural potensial o'zi qanaqa? Qancha mushak o'stirish mumkin, qanchada o'zgarish mumkin, oynada bir o'zini ko'rib rezultatni sezish mumkin. Endi bu birinchi o'chir genetikaga kelib taqaladi. Вот, например, balog'at yoshiga yetganda kimda mushak massasi shu paytda testosteron ko'p chiqishni boshlaydi. Izначально kimda testosteron ko'p bo'lsa, ba'zi bir mushak massasiga ko'proq ega bo'ladi. Keyin mana bu mexanik stimulga bo'ladigan ответ ham har xil bo'ladi. Bir xillar aytadi-ku, meni jo'ram bor edi-da, birga trenirovka qilardik institut paytimizda. Одинаково питались, одинаково занимались, u yaxshiroq o'sardi, men umuman o'smasdim, lekin одинаково ovqat yerdik, одинаково trenirovka qilardik. Da, chunki чувствительности mana bu mexanik stimulga yaxshiroq edi, yaxshi rivojlanardi. Shunaqa momentlar ham bor-da, lekin naturalniy treningda katta nimalarni kutish kerak emas, natijalarni. Da, agarda senga ota-enang yaxshi genetika bergan bo'lsang, da boshqalarga qaraganda yaxshi rivojlanasan, imенно shunaqa bolalarni biz ko'ramiz internetda. Agarda shunaqa bolalar yana o'saman deb дополнительно kimyo uradigan bo'lsa, или qandaydir minimalniy dozirovkalar ham, например, testosteron, ular ham yaxshiroq o'sadi. Hammaniki o'ylaydiki, mana shunaqa qilishim kerak, именно idealniy tana shunaqa bo'lish kerak. Unaqa emas. То есть odam agarda naturalniy treningga keladigan bo'lsak, odam birinchi navbatda o'zining sog'lig'ini qo'yish kerak. Agarda sen trenirovkaga sog'liq, asosiy maqsading sog'liq maqsadi bilan kelyapsanmi, значит bu narsani muntazam ravishda qilishing kerak yillar davomida. Buni qilyapsanmi, yoqimli bonus sifatida chiroyli tana по-любому keladi. Ikkinchi, sen o'zing rishat qilasan. Qanaqa уровеньga chiqishiga. Da, hammani patologiya razli bo'ladi, lekin asosiy massadan ancha ajralib turasan, ko'rinadi, что sen действительно sport bilan shug'ullanyapsan, figura chiroyli bo'ladi. Ko'pchilikda zaпрос shunaqa, menga katta mushak kerak emas, chiroyli подтянутый bo'lsam bo'ldi. Buni добиться qilish problema emas. 2 yil, 3 yil. 3 yil olaylik, mana odam o'ziga aytsa, men 3 yildan shunaqa natijaga qilaman. Bu narsani ushlashim uchun men yillar davomida trenirovka qilishim kerak. Все, то есть trenirovkaga keldingmi, sen tushunishing kerak. Men buni muntazam ravishda qilaman umrimda oxirgacha. Chunki chiroydan tashqari bu menga sog'lig'imni beradi. 60, 70, 80 yosh beradigan bo'lsa, xudo menga anomda hayotimda sifati tushmasligi kerak, hassaga tayanib qolmasligim kerak, birovga qaram bo'lmasligim kerak. Da, betimga ajin tushishi mumkin, lekin tana moshni tetik bo'ladi. Mana shu narsaga agarda urg'u berib, shu maqsadni qo'yilsa, hammaning tanasi chiroyli bo'ladi. Lekin mana bu Instagram, mana bu raskacheni figuralar bizda ожиданияларimizni juda ham ko'tarib o'rganda, biz o'ylaymizki, именно shunaqa tana bo'lish kerak, shunga intilamiz. Agarda bo'lmadimi, сразу depressiya или qandaydir волшебный tabletka izlashga o'tadi olimlar. Lekin ilmga yondoshmaydi. Bu nima uchun bu savolni berdim? Chunki hozir Instagramda masalan, meni o'zimga ham ko'p savol keladi. Именно shu natural natija, sog'lom natural natija haqida tasavvur buzilganligini hisobida, misol uchun Instagramda ko'pki masalan mana 3 oyda mana bunaqa rezultat qildik, 2 oyda mana bunaqa rezultat qildik deb, в принципе, uchi почти sahnaga tayyor odamni ko'rsatishadi. Bu qanchalik bu to'g'ri, bu narsa qanchalik haqiqatga yaqin, ya'ni naturallikka qanchalik yaqin bu narsa? 3 oyda почти уже stagega mana sahnaga qarib tayyor bo'lgan odamni bitta sushka qilsa, уже sahnaga chiqarib yuborsa bo'ladi-da. Shunaqa formani qilishlik naturallikka qanchalik yaqin? Natural odam oynada o'ziga natija ko'rish uchun yaxshi, bunaqa kachok emas, tanasini ko'rib, уже nima deydi, bir tanasidan maza qilish uchun относительно qancha vaqt kerak bo'ladi o'zi real hayotda? Qarang, birinchi mana bu siz aytgan tez natijani ko'ramiz-ku, bu qayerdan kelib chiqadi? Любой trenerda shogirdlari bor. Shogirdlarning ichidan
genetik одаренный bir ikkitasi по-любому chiqadi. Shuning uchun hammasini trenirovka qiladi. Endi trener ko'radi-ku, bir ikkitasi genetik одаренный chiqsa, именно shuni ko'rsatadi. Mana 3 oyda biz shunaqa natija qildik deb. Lekin boshqalar shu metod bilan natija olmagan, ular narsani ko'rsatmaydi. Shu narsani ko'rsatadi, menga keyin mana 3 oyda shuncha oldik deb. Hali bu qandaydir запрещенный preparatni ishlatdi deb o'ylamaymiz. То есть o'ylaymizki, все, bu natural qilgan, lekin genetik одаренность evaziga shunaqa natija bo'lgan. Agarda vaqtni oladigan bo'lsak, средний по больнице genetikani chetga suribdi, o'rtacha odam yaxshi tanaga ega bo'lish uchun minimum yarim yil kerak-da. Yarim yil. Bir tushunish kerak. Kimdadir tezroq chiqadi. Men hozir o'rtacha ko'rsatkichda aytayapman. Kimgadir kamroq kerak bo'ladi, kimgadir ko'proq. Agarda men hozir ilmiy yondashuvdan aytyapman. Agarda hamma narsa to'g'ri qilinsa, mikroshikastlanish bo'lmasa, hammasi chotki qilinsa, yetarlicha oqsil kaloriyalar hisobli bo'lsa, yarim yilda уже более-менее normal o'zgarish bo'ladi. Может быть, kimdadir undan ham yaxshi bo'ladi. O'tak. Lekin menda mana kursimda ko'rsatganman, 8 yilda mana shunaqa bolalar bor. Men endi o'zbekcha auditoriyaga ishlatib bo'lganimda 3 oy trenirovka qilgan bola ko'rsatyapti. Men o'zimda trenirovkam 8 yil unaqada figura bo'lmagan. 3 oyda moshni figura bo'lgan. Men 8 yil qilganmi, mana bu noto'g'ri metodlar bilan bo'lmagan. Men потому что fotkalarimni ko'raman-da, shunaqa mana genetik bolalar borda, 3 oy qiladi. Unaqa bolalarga shart emasdi izlanish. Davom ettiradi, yaxshi forma qiladi. Agarda ambitsiyasi bo'lmasa, dashi o'sish, davom ettirib yuradi, ushlab yuradi bo'ldi. Agarda ambitsiyasi bo'lsa, qotib qolsa, o'zi yuradi. Testni urishim kerak, boshqa qilmadi. Shuning uchun средний по больнице yarim yil ili больше. 6 oy plus minus kerak bo'ladi, чтобы oynada qanaqadir natija ko'rish uchun. Da. U o'rtacha, da. Именно mana shu sifraga, именно shu raqamga men o'zim ham to'xtalganman. Trenerlik faoliyatimdan kelib chiqib, taxminan 5-6 oyda siz hech narsa demaysiz, lekin o'sha podopechnilar, trenirovka qiladigan odamlar o'zi kelib aytishni boshlaydi. Meni 3 oy oldin ko'rgan qarindoshim bor edi, kelib aytdi, o'zgaribsan yoki tam o'zini oila a'zolari kompliment qilishni boshlaganini o'zi kelib aytishni boshlaydi. Taxminan 5-6 oydan keyin. Srednim o'zi menda ham xuddi shunaqa bo'lgandi. Shuni so'ramoqchi edim, chunki mana 3 oyda bo'pti-yu, nima uchun siz 6 oy deyapsiz deydigan odamlar ko'p internetda. O'sha Instagramdagi mana shu kartinkalarni ko'rsatib, shu masalaga ozgina oydinlik kiritmoqchi edim. Talantli odamlarga mana o'zim misol, o'zim bilan birga ishlaydigan bola bor. Rostakam talantli. Qo'rqinchli darajada talantli. Da такой степени talantli-ki, misol uchun bodybuilder tanasidagi tuklarini endi oldiradi tam lazerni depilyatsiya qiladi, chunki sahnaga chiqish kerak, estetik ko'rinish kerak. Bu bolani hattoki o'sha tuki ham o'smaydi. Bodybuilder bo'lib tug'ilgan. Genetika bilan svязкалari, bo'g'imlari qalin, silovoy treningni prям tortadi. Puchoklari, kripnelari prям выгодный-da, просто tug'ilgan bodybuilder bo'lish uchun. Eng qizig'i hech qachon rejim qilmaydi. Hech qachon men hozir 1,5 yildan beri birga ishlayotgan bo'lsam, kuniga qancha kaloriya yoki oqsil yeysan deb so'rang bilmaydi. Treningni по настроению keladi. Intuitivni tam. Bugun 40 kilo olaman, короче. O'tgan safar qancha edi? O'tgan safar sal kamroq edi, что-то настроение yaxshi bugun. Yo'q, uni formasi menikidan yaxshi. Men до такой степени страшно, что mandaka rejimga o'tirib qiladigan bo'lsa, u nima bo'lib ketadi u odam. Просто ozgina unga impuls bersa, nima bo'lib o'zgarib ketishiga. Sizning fikringizni qarang. Hozirgi vaqtda eng operatsionniy, ya'ni eng ko'p baho berib yuborilgan dabavka nima bizda? Sizning fikringiz? Operatsionniy dabavkalarni yaxshi ko'radi-da hamma. Birinchi bergan savoli shu: ozmoqchiman, nima yey? Siz kachatsa qilmoqchiman, nima sotib olay? Shu savolni birinchi bo'lib beradi ko'pchilik. Operatsionniy juda ham ortiqcha baho berib yuborilgan qo'shimcha nima sizning fikringiz bo'yicha? Endi meni fikrim bo'yicha qo'shimchalar shu nimaga kiradi. Lekin agarda o'ylaydigan bo'lsa, bu наверное bitsa. Bu наверное bitsa и в какой-то степени bu kreatin ham qo'shsa bo'ladi. L-arginin ham bu yoqqa kiradi. Короче, juda ham ko'p narsa bu yoqqa kirishi mumkin bu семействоga. Protein ham shart emas. Agarda oqsilni oddiy ovqatdan oladigan bo'lsin. То есть protein bu mo'jizaviy qo'shimcha emas, bu просто oqsilni alternativ manbai. Agarda qandaydir nimalarga, sabablarga ko'ra sen ovqatlanishingdan, oddiy ovqatlardan keraklicha oqsil olmasang,
proteinni alternativ vosita sifatida ishlatasan и все. И aminokislotalar bor, например, EAA, незаменимый. Bu narsani ham ishlatsa bo'ladi. No, bitsa yo'q, потому что tadqiqotlarim ko'rsatadi, energiya manbai sifatida ishlatsa bo'ladi trenirovka davomida, lekin bu juda ham qimmat energiya manbai. Oddiy shakarni или там dekstrozani suvga aralashtirib ichsam effekti одинаковый, lekin ancha arzon turadi-da. Lekin kimda soqqa bilan muammo bo'lmasa, просто как приятный напиток sifatida ichib yursa, hech nimasi yo'q. Lekin odam tushunishi kerakda, nima uchun men soqqamni shunga yo'q qilyapman. Ko'pchilik o'ylaydiki, mana bu yozadi, aka, mana men shunaqa qo'shimchalar oldim. Lekin bilim olishga, например, soqqasini ayaydi, lekin mana shunaqa kerak emas, qandaydir razovый narsalarga olishga soqqasi ayamaydi. Nimaga? Chunki mana bu ijtimoiy tarmoqlarda kallasiga singdirilyapti. Mana shu narsa olasan, shu narsa kerak, shunaqa qiladi, shunaqa qiladi. Agarda fundamental уровеньda noto'g'ri qiladigan bo'lsang, u ish bermaydi. То есть mana bu kerakdan ortiq podxodlar soni, mikroshkaslashtirish mana shu. Men o'ylaymanki, qayerga pul sarf qilish kerak? Qaysi добавкаga? Proteinga agarda oqsil miqdorini qoplolmasan. И kreatin nimaga? Kreatin mushakdan tashqari yana miya faoliyatiga, kognitivniy funksiyaga yaxshi bo'ladi. Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatyapti, 30 yoshdan keyin yaxshi ishlaydi. То есть именно когнитивный funksiya hozir может даже bu yerda konflikt интересов bor. Производителlar shunaqa anularda проплачивать qilyapti tadqiqotlarda. Endi kreatinni faqat sportsmenlarga emas, butun anularga sotmoqchida. Odamlarga. Da. И stariklarga shunaqa tadqiqot chiqaryapti. Ну, vaqt o'tadi, biz bu narsani постоянно kontrol qilib qarayapmiz, qanaqa tadqiqotlar chiqadi. И o'z podpисчиklarimizga bu narsani keyin aytamiz. Bu ham bir tarafdan hozir agar optimalniy trening bo'lsa, trenirovka to'g'ri qilinsa va to'g'ri ovqatlanilsa, ko'pchilik qo'shimchalar o'zi kerak bo'lmay qoladi. Вообще kerak emas. Qachonki yana o'sha hozir boshidagi holatda, masalan, professional bodybuilderskiy turmush tarzini oddiy odamga kiydirganda, tabiiyki oddiy odam bunaqangi rejimdagi trenirovkalarni olib chiqa olmaydi, ko'tara olmaydi. Unga qo'shimcha nimalardir kerak bo'ladi. Oddiy odamga zachем unaqa trenirovka? Uni maqsadi yo'q-ku, sahnaga chiqib raqobat bardosh bo'lish uchun boshqa. Lekin trener shu holat bilan, shu ko'rinishda trenirovka qilgan-ku doim. Boshqa yo'lni bilmaydi, boshqacha trenirovka qilishda, bunga o'zini podopechnisiga o'sha professional metodlarni kiydirishni boshlasa, tabiiyki o'sha qo'shimchalar ham kerak bo'ladi. Plus trenerlarda o'zini protsenti bor-da. Aytib o'tish kerak-da, потому что ayrim fitness klublar, menda ham shunday bo'lgan. Ba'zi trenerlar o'zi sotadi. Menda ham shunday bo'lgan, fitness klublar aytadi, protsentni beraman, sot dedi podopechnaga. No, seni anon vijdoning yo'l qo'ymaydi. Sen tushunasan buni, bu kerak emas narsa. Nima qilasan o'z podopechningga? То есть agarda sen podopechningga одноразовый odam sifatida qarasang, shunaqa qilishing mumkin. Dahot daromadmand. Da, lekin sen agarda shu odamga maksimal darajada foyda beraman desang, unaqa жизнь qilmaysan. Shuning uchun bu tomonlama bor-da. Kimdir bu narsani ishlatadi, daromad qilaman deb. Вот, например, hozir yedamna kursimga bitta bola keldi. Mana bugun сегодня qancha ko'rsatdi? Bilmadim, 15 tadan ziyod добавкаlar rekomendatsiya qilib sottirgan. Aytayapti, aka, mana informatsiya oldim, shuncha narsa kerak emas ekan. Tashash anaqa jalka deyapti. Nima qilding? Ichasan deyapman-da. Endi ichish nimasini, reglamentini beradigan bo'ldik, lekin shunaqa mana trenerlar bor-da. Vaziyatdan foydalanadi, to есть odamni bilimsizligi bilan foydalanadi, mana shunaqalarni sotadi. Afsuski, O'zbekistonda shunaqa trenerlar bor. Praktikada endi bu kimgadir tuhmat yoki kimgadir tosh otish emas. Biz ham masalan, shaxsan men ham osmondan tushmaganman-da. Hammamiz ham shu kichkina o'sha podvallardan chiqib kelib, sekin-sekin kelganmiz-da. Bu narsa bu yo'ldan o'tganmiz. Обычный nima bo'lib, zalda посетитель bo'lib, hozir shu darajada razdivalkalarda misol meni o'zim ko'zim oldida qancha misol farma sotilganini, har xil jirajigatlar sotilganini men o'zim qancha ko'rganman. Trener qachonki men ozmoqchiman deganda unga ovqatlanishni optimizatsiya qilishdan oldin mana bu добавкani iching kerak deb birinchi ochiratda shu narsani taklif qilganda menda har doim savol paydo bo'ladi, qanchalik bu odam trener deyishga arzishini. No, lekin bir tomondan qarshi ikki qo'ldan chiqadi-da, chunki o'sha zalga boradigan odamlarning o'zini endi qanchalik bu xafa bo'lish yoki qanchalik qo'pol eshitishi mumkin, saviyasiga bog'liq. Da.
Nima uchun mana har xil moshennicheskiy sxemalarga tushadigan odamlar ko'p, vaqtida hali piramidalarga odamlar katta pullarni yutqizgan. Hatto o'sha narsa piramidaligini bilsa ham hozir ham odamlar shu piramidalarga tushadi. Sababi birinchi ochiladi, sababi tez boyib ketishni xohlaydi-da. Zalda ham xuddi shunaqa narsa. Tez kachok bo'lishni xohlaydi yoki tez ozishni xohlagani uchun mayli, agar sen xohlasang, senga taklif qilishadi shu narsani. Talab bormi-da? Предложение ham bo'ladi. Taklif qilishyapti. Odamlarda o'zi odamlarni men постоянно Instagramda ham gapiraman. Rus auditoriyada ham, o'zbek auditoriyada ham odamni fikrlash darajasiga tanqidiy fikrlashiga kelib taqaladi. Zalga keldingmi, например, sen trener olayapsanmi, sen как его, заказываешь музыку, soqqa senda. Sen aytishing kerak. Agar mana qaranglar. Men ko'p biznesmenlar bilan ishlayman-ku. Men so'rayman, nimaga mana professionalniy kachokka bormading deyman. Aytadi, "Что я лох, что ли? Я же деньги плачу, а он мне har xil chegirmalarni beradi" deydi. То есть mana bu mumkin emas, mana заказывает музыку. Da, u meni hayotimda regulirovka qiladi. Bu mumkin emas, mumkin. Men loh emasman-ku deydi. То есть men pul beryapman, meni hayotimni maksimal darajada yengillashtirib berishing kerak, lekin men o'z xohlagan natijamni qilishim kerak. То есть spetsialist sifatida menga keladi. То есть men biladi, menda cheklovlar yo'q, men bilim berib shu orqali natija qilaman. Shuning uchun unaqa trenerlar juda ko'p bo'lgan, bo'ladi ham. Odamni o'ziga bog'liq. То есть fikrlash darajangga bog'liq. Sen qanaqa trenerga borib murojaat qilasan. Agarda bilimi yo'q, o'qimagan trenerga murojaat qildingmi, mushagi katta. Значит, sen shunaqa fikrlashing shunaqa urovenda. Sen vinovatsan, chunki u seni chaqirib olgani yo'q, sen boryapsan, pul beryapsan, o'zing xohishing bilan. Hamma ayb senda. То есть har bitta odam tushunishi kerak. Birinchi kimga murojaat qilish uchun. Shuning uchun tekshirish kerak, как minimum hammaga aytaman. Mutaxassisligi bormi, o'qiganmi, yo'qmi, shuni tekshiringlar. Aniga qaramanglar. Mushakka birinchi navbatda tekshirish kerak. Bilimdi. Mana shu narsaga talab bo'lsa, fitness o'zgaradi O'zbekistonda. Sekin-sekin yangi pog'onaga chiqadi. Agarda aholi o'zi shu narsani talab qilmasa, o'zgarish bo'lmaydi. O'tak. Bir tomondan misol o'zimni faoliyatimdan kelib chiqaman-da, bu hozirgi bu gaplar hech qanday osmondan olinmagan, o'ylab topilmagan, shu sferani ichida, hali ichki oshxonani ko'rgan holatda olingan xulosalarni aytyapmiz-da bu yerda. Men o'zimni xulosalarimni aytyapman, siz o'zingizni hayotingizdan kelib chiqib tajribangiz xulosalaringizni aytyapsiz. Bu bor narsa, bu bizni hozirgi hayotda yashayotgan ahvolimiz shu. Akademiyada amaliy mashg'ulotlar bo'yicha dars beraman. Amaliy mashg'ulotlar nima degani? Trenajyorniy zalda mashqlarni bajarish texnikasi, trenajyorlarning biomexanikasini tushuntiramiz. Bu narsani tushuntirish jarayonida biomexanika, anatomiyani, fiziologiyani gapirmasdan iloji yo'q. Siz bilishingiz kerak, mushak qayerdan boshlab qayerda tugaydi, qanday uni funksiyalari qanaqa, qaysi burchakda o'sha mushak ishlaydi, qaysi burchakda u mushak ishlamaydi yoki kam ishlaydi. Siz bu narsani tushunish kerak. Gohida darslarimda men o'zimdan 2, 3, 5 barobar katta odamlar keladi. Mushak massasi juda ham katta. Lekin shunga qaramasdan o'sha o'zini tanasidagi mushaklar haqida tasavvur yo'q. Qayerdan boshlanadi, qayerda tugaydi, funksiyalari qanaqa, ma'lumot yo'q. Bu narsani biz o'rganamiz. Boshida qarshilik bo'ladi, har xil bahslar, fikr qo'shilmaslik, menda shunaqa chiqqanu, mana shunaqa doim qilganman. Keyin sekin men 2 oy men bilan birga ishlaydi. 2 oydan keyin ancha haligi koronalar ancha tushadi. Chunki o'zida ishlatib ko'radi, biladi shu rostdan bu narsa ishlayapti degan narsa bo'ladi. Nima demoqchimanki, katta mishsa показатель emas, bilimni, bu tabiiy. Chunki biz hozir boshida aytdik, ko'pchilik odamlar mana shu уровеньga chiqqan odamlar birinchidan genetik одаренный bo'lgan o'zida. Mana o'zimni yonimda yurgan odamlar bu narsaga misol. Hozirgi hattoki o'zimning o'rtog'imga mendan formasi ancha yaxshi. Hech qanday rejim yo'q, hech qanday plan, programma yo'q. Formasi mendan yaxshi. So'rasam ko'p javobim yo'q. 10 ta savolimdan balkim bittasiga javob beradi. Chunki meni yonimda ko'p yurgan, o'zim aytganman bu narsalarni. O'shani hisobiga. Chunki bilim asos. Mana shunaqa bolalar ko'pchiligi trener bo'ladi. O'zi trener qanday bo'ladi? Odam trener bo'laman deb kelmaydi zalga, просто kachata qilishni boshlaydi.
mana shunaqa genetik odam yaxshi rivojlangan bolalar yaxshi bo'lyapti-ku. Sразу trenerlikka o'tib ketadi. Mana shu nima o'ziga yordam berganini mana shu narsani aytadi. Kerak emas deydi boshni qotirib. Mana prosta buni qildim, endi chiqdi-ku, shunaqa tavsiyalarni beradi. Shu, agarda chiqmayaptimi, значит, testosteron urishing kerak, buni qilishing kerak, buni sotib ol, buni sotib ol bo'ladi. Lekin hozir уже mana bu Toshkentda bor ochildi, хотя бы shaqa bor o'qish kerakda, trener bo'laman degan odamlar. Даже hozir trener bo'lib ishlaydiganlar shaqa borish kerak, хотя бы fiziologiya, biomexanikada tushuncha tasavvurga ega bo'lish uchun. Keyin agarda o'z ustida yana продолжать qilsa, ishlashga undan ham yaxshi bo'ladi. Lekin afsuski, пока что unaqa emas. Hozir mana shu o'zimizda hozir bor metodologiyalarni hammasini o'zimda sinab ko'rganman-da. Misol, mana siz nima uchun bilim qidirishni boshlagansiz? Mana nima uchun kitob o'qishni boshlagansiz? Hozir siz javob berasiz, hali javob bermasingizda men 100% bilaman, ikkalamiz javobimiz bir xil bo'ladi. Sababi hamma ishni qilib ko'rgansiz, sizga ish bermagan, siz qidirgansiz. Nima uchun ishlamayapti? O'zi qanaqa ishlaydi bu narsa? Qidirgansiz. Meni o'zimda xuddi shunday bo'lgan. 2000-yillar internet endi bor, bu endi internet chiqishni boshlagan, hali даже sensorli telefon hali ko'pchilikda yo'q. Men esimda internetga kartochkalar bilan podключаться qilar edikda, megabayt qimmat kirib men yozardim. Bodybuilding stati. Bu ikkita so'z yozardim. Shu birinchi poiskoviy zaprosga birinchi chiqqan nima chiqsa kirardimda, полный skachat qilib tekstga tashardim, рабочий stolni tekstga to'ldirardimda, keyin internetni o'chirib, chunki megabayt qimmat, o'tirib statiyalarni o'qirdim. Hammasini tam по питанию, trenirovkada qancha suv ichish kerak, qancha uxlash, все, нереально. Hammasini qilardim zalga borib. Men o'zimni mahallamda fitness ekspert edim. Kim savol beradi, o'sha menga kelardi. Как надо делать, потому что все знали, что men ko'p o'qiyman, men ko'p qilaman. No, effekt bo'lmadi. Absolutno nol. Qancha taptatsiya qildim, haligacha bo'g'imlarim og'riydi перегрузкаlardan. Iloj yo'q, keyin o'qidik, o'rgandik, sekin-sekin naучный подход. Qachonki naучный подход qilishni boshladim, menda уже forma o'zgarishni boshladi. Forma o'zgarganini ko'rib, menda ambitsiya paydo bo'ldi. Значит, men mana shu darajadagi formani professional уровеньga olib chiqsam bo'ladi. Chunki bor professional уровеньga chiqqan odamlar bor. Olib chiqadigan federatsiyalar bor ekan, оказывается. Shunda ambitsiya paydo bo'ldi. Ishlatib ko'rdik, ishlamas ekan. Majbur bo'ldik ilm izlashga. Menda ham shunday bo'lgan, to есть ehtiyoj bo'lganda, to есть boshida ham aytdim-ku, kimdir qiladi, bu narsani effekti bermasa yo tashab ketadi, yo testosteronga o'tadi. Kimdir juda ham kam odam, sizga o'xshagan, menga o'xshagan, ilm orqali yondoshishni boshlaydi. Izlaysan, bittasini o'qiysan, ikkinchisi chiqadi, uchinchisi chiqadi, ushol. Agarda действительно shu narsani qo'llaysan, qandaydir уже natijalarni beradi, tем более уже proteinga keladigan soqqan u yoqqa ketmaydi. Umuman kerak emas u narsa. Energiyam kam ketadi. Hayot sifating yaxshilanadi-da, charchamaysan avvalga o'xshab. Jinsiy olating уже avvalgiga qaraganda shunaqa bo'ladi. Markaziy sistema charchagan bo'lsa, ereksiya sifati mana ko'pchilik yozadi. Aka shunaqa trenirovkani boshlayman deydi, ereksiya sifati tushadi. Chunki markaziy nerv sistema charchaydimi, impuls yoqqa bormaydi. Shunaqa salbiy ta'sirlari bor-da. Agarda ilmiy yondashuvni boshlaysan, mushak o'sish bilan plus yana bu ijobiy tomonlari bor-da, hayotga mana shu avvalgi noto'g'ri metodda salbiy tomonlarni olib tashlaydi. Yana ham davom ettirasan bu narsani ko'proq bilim olishga, уже tam boshqa onlayn kurslar bo'ladimi, o'qish bo'ladimi, sekin-sekin. Hozir yaxshi mana shu imkoniyat bor-da bizga. Dunyoni любой teshigida o'tirsang, tilni bilsang, shu xohlaganingcha ma'lumot olsang bo'ladi. Shu zamonda yashayapmiz, zo'r, shundan foydalanish kerak. Hozir Ramis aka, menda shu 4 ta savollar bor. Tashkilotdan, obunachilarga kelgan savollar. O'shalarga ozgina javob bering. Xo'p, birinchi savol, mushak o'stirish uchun og'ir vazn bilan kammi yoki yengil vazn bilan ko'pmi ko'tarish kerak? Mushak o'stirish uchun asosiy maqsad bu bor, agarda например, ko'krakda oladigan bo'lsa, ko'krakdagi ves mushak tollarida ishga sob rag'bat berish. Asosiy maqsad trenirovkada shu.
Endi buni qanday amalga oshirsa bo'ladi? Agarda odam novichok bo'lmasa, og'ir vesni kontrol qilsa, agar откazga yaqin bo'lgan paytida texnikani buzmasdan davom ettirsa, og'irroq vesni olib kam повторение qiladida. Nima qiladi u откazga uzoq yo'l bilan borib? Tim более tadqiqotlardan biz bilamiz, qancha ko'p повторение qilsang, ancha yengil ves bilan markaziy nerv sistema ko'proq charchaydi. Shuning uchun уже опытный bolalarga eng muhimi bu yerda откazga yaqin bo'lgan paytda texnikani buzmaslik. Shunaqa vesni olish kerak. Например, u 6 подход bo'ladimi, 8 подход bo'ladimi? Более novichoklarga ular hali texnikani mukammal darajada o'zlashtirmagan, tim более откazga ko'plari yaqin ishlashni bilmaydi. Agarda bilsa ham o'sha yaqinlashgan paytda texnikasi buzilishi mumkin. Shuning uchun sal yengilroq ves oladi degan, например, 10 ta 12 tadan ishlaydi. Lekin hammamizning maqsadimiz откazga yaqin borib, mushak guruhini, mushak tog'larini maksimal darajada ishga solib, rag'bat berish. Asosiy maqsad shu. То есть bu mexanik kuchlanish keyin mexanotransduksiyaga olib keladi. Mexanotransduksiya esa mushakdagi sintezni oshiradi. Keyin mushak o'sadi. Agarda mana shu ikkita ko'rib chiqadigan bo'lsa, biz aytolmaymiz, bu bundan yaxshi deb. Chunki bu aytganimdek, bu variantni novichoklar ishlatishi mumkin, bu variantni более продвинутыlar. Всё. Demak, maqsad texnikani buzmagan holatda откazga yaqin borish, qaytaruvlarning soni bu instrument. Da. Har xil etapda ishlatiladigan instrument. Zo'r. Ikkinchi savol plato holati bo'ladi. Odamlarda mana shu plato holati qanday kelib chiqadi va qanday o'tib ketish kerak bu holatdan? Plato holati o'zi nima u plato holati? Balkim kimdir bilmas. Har kim har xil o'ylashi mumkin. Plato holatda, например, mushak o'sib keldi, или, например, vazni o'sib keldi, rast to'xtadi, keyin bo'lmayapti. Bitta yo'li buni ko'p ishlatiladigan, то есть dam olinadi. Например, shunaqa teoriya bor. Ilmiy tadqiqotlar qandaydir buni ko'rsatadi, qaysidir ko'rsatmaydi, что mexanический stimulga bo'ladigan чувствительность mushakda tushib ketadi. Agarda, например, qandaydir dam bersang, tam aytaylik 1 haftami, tam 2 hafta umuman trenirovka qilmasang, keyin чувствительность ozmas откат bo'ladi, lekin чувствительность oshadi, keyin yana pagazam berasan, yana o'sib ketishi mumkin. Keyingi etapga o'tish mumkin. Bu ko'pchilik ishlatadigan usul. Lekin hayotda shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, o'zi hayot bizga mana shunaqa narsalar beradi. То есть kasal bo'lib qolishing mumkin, или отпускga ketib qolasan, или qandaydir ishing kelib chiqadi. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi, o'zi dam oladi mushak. Ikkinchisi, bu trenirovkani programmasini пересмотр qilish kerak. Mana shunaqa plato holatga uchramaslik uchun konkretniy plan bo'lishi kerak va постоянно yozib borishing kerak. Kundalik daftar bo'lishi kerak, trenirovочный dnevnik bo'lishi kerak. Chunki agarda trenirovka jarayonini analiz qilmoqchi bo'lsang, nimaga platoga uchrading, nima bu narsaga olib keldi, qandaydir kerak, informatsiya kerak, ma'lumot kerak. Ma'lumotni qayerdan olamiz? Mana bu qanaqa ves bilan qancha podxod ishladi har bitta trenirovkada. Mana shularni ko'rib chiqib, hajmini ko'rib chiqib, qandaydir tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin, nimaga shunday bo'ldi, biz taxmin qilishimiz mumkin. Hatto bizda ma'lumot bor, shu ma'lumotga asoslanib qandaydir korrektirovka, o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Keyin yana отслеживать qilamiz. O'zgardimi, yo'qmi? Keyin bu kaloriyaga kelib taqaladi. Например, vazn oshmayapti. Agarda sen aytaylik, просто boshida ovqatni ko'proq yeyishda boshlading, vazning oshdi, lekin o'zi shuncha ovqat yeganing boshqa profitni bermayapti. Dash o'sish uchun yana o'zimiz profit qilishing kerak, например. Или oqsil miqdori o'zi yetarlicha emas. Mana ko'pchilik, например, aytadi-ku, birinchi protein bankasini oldim, zo'r effekt berdi, keyin boshqalari bermadi. Bu original ekan, bu original emas ekan. Nimaga? Lekin seni vazning oshdi-ku, aytaylik, tam 5 kilo mushak o'stirding, 8 kilo. O'sha avvalgi oqsil miqdoriga qaraganda senga ko'proq kerak, chunki yangi mushak massa oshdi. Protein miqdorini oshirishing kerak, oqsil miqdorini, kaloriyasini oshirishing kerak. Keyin mana shunaqa etapma-etap ko'tarib ketishing mumkin. Agarda sen kaloriyani sanamayapsanmi, bilmaysan senga qancha kerak, jismoniy faolligidan kelib chiqqan holda, trenirovkadan kelib chiqqan holda, sen qanaqa yo'ldasan, sen bila olmaysan, chunki senda ma'lumot yo'q analiz qilish uchun. Вот, например, biznesda olaylik. Оборот ketyapti. Biz plusdanmi, minusdan bilishimiz uchun biz постоянно hisoblashimiz kerak. Qancha kiryapti, qancha расход bo'lyapti. Yog' yo'qotishda, mushak massasini o'stirishda xuddi shuni. Agarda ovqatlanishda oladigan bo'lsak, birinchidan biz bilishimiz kerak.
bizga qancha ozi kerak faoliyatimizdan, jismoniy faoliyatimizdan kelib chiqqan holda tanamizni просто mana shu vaznni ushlab turish uchun biz oshirmoqchimiz. Значит, profit miqdorini qilamiz. Oqsuv. Постоянно bu narsani tahlil qilish kerak. Agarda senda ma'lumot yo'qmi, tahlil yo'qmi, по-любому sen platoga qandaydir vaqtdan keyin platoga uchraysan. Demak, platoga kelishda ham sabablardan asosiy sababi bilim yo'qligi birinchidan. Noto'g'ri trenirovочный protsess qurilgan, haddan tashqari ko'p hajmlar bilan trenirovka qilingan. Organizm tabiiyki resursni ko'tara olmaydi, platoga kiradi. Ovqatlanishni noto'g'ri hisoblash. Biz baribir bilimga taqalyapti. Да, по-любому. Ovqatlanish bu особенно bu yog' yo'qotishga kelib taqaladi-da. Например, boshida odam keladi, например, raz ovqatni kam yeydi, kontrol qilmaydi, agarda keragidan ortiq defitsit qilib olgan bo'lsa, по-любому metabolik moslashuvga uchraydi. Da, yog'i boshida ketadi, keyin metabolik moslashuvga uchraydi. Mushak massasi ham ketishi mumkin agarda kaloriyani juda ham ko'p kesib olsa. Tем более agarda oqsim miqdorini kontrol qilmasa, sog'liq bilan bo'ladigan разный problemalar, libido tushib ketadi. Ko'pchilik erkaklar shuni aytadi. Mana dietada o'tirdim, уже xohishim yo'q deb. Конечно, siz juda ham kesib tashlagan bo'lsak, optimal emas. Da, yog'ing ketyapti va vazn ketyapti, lekin hayotingga bu salbiy ta'sir qilyapti. Zachем unaqa hayot? Shuning uchun hammasiga bilim orqali yondoshilsa, unaqa salbiy ta'sir bo'lmaydi. Maqsadga boradigan yo'l samarali bo'ladi всегда. Naturallarda genetik patolog degan narsa bor. Misol uchun yaqinda menga bitta podopechnim savol beryapti-da. Uni atrofidagilar уже steroid qabul qilishni boshlagan, shuning uchun ko'p savol beradi shu temada. Savol nima bo'lyapti? Aka deydi, qarang, men trenirovka qilsam, qilmasam baribir meni potensialim cheklangan, o'zingiz aytgansiz. Chunki uni biladi, ko'p narsani tushuntirganman, chunki trenirovочный protsess bir tomondan обучающий protsessga aylanib ketadi. Chunki bir soat jim turmaysiz-ku, gaplashasiz, tushuntirasiz, ko'p narsani ancha biladi. Men deydi, naturalniy potensialim cheklangan bo'lsa, qaysidir urovingga kelib o'smasam, o'sishdan to'xtasam, ma'no nimada? Unda hozirdan steroid qilib ketsam bo'lmaydimi degan savolni beryapti-da. O'sha naturalniy patolog qayerda insonga? O'sha naturalniy patologiyaga yetish uchun вообще realnimi yo'qmi o'zi naturalniy patologga borish? Buni biz konkretno aniq olmaymiz. Bitta ham odam aniq olmaydi, chunki hammada potensiallar разный. Lekin mana bu spetsialistlar, fiziologlar, например, Lyle McDonald, например, Eric Helms bo'ladimi? Ular shunaqa nimalar beradiki, ko'rsatkichlar 4-5 yil. Agar to'g'ri boshlasang, 4-5 yilda bo'lib-meni plus-minus patologga yaqinlashasan, keyin уже natural o'sish juda ham mikroskopichskiy уровень bo'ladi, sekin-sekin. Lekin odam tushunishi kerak-da, menga bu mushak nima uchun kerak? Mana bu katta mushak nima uchun kerak? Mana shundan boshlash kerak odamda. Aytayapman-ku, agarda seni asosiy maqsading sog'liq bo'ladigan bo'lsa, 3-4 yilda regularno qiladigan trenirovkalaring normal figuraga erishishingga yordam beradi. Bu senga yetarli bo'ladi, sog'lig'ing ham uchun, chiroying ham uchun. Nima qilsan katta mushak? Sen agarda sahnaga chiqmasang, raqobatbardosh bo'lmoqchi bo'lmasang, zachем senga bu narsada o'ylab. То есть bu mana shu narsa eng muhim. Odam tushunish kerak. Men nima uchun menga mushak kerak? O'zi mushagidni orqasida nima turibdi o'zi? Da, men nimaga erishmoqchiman? Zachем yaxshilashishgami yoki sahnaga chiqishgami? Nima keragi bor? Kimdir masalan qaysidir ishga kirish uchun forma qiladi. Unaqa tanishim ham bor. Juda qiynalib, mana 1,5 yil, почти 2 yil ichida formasini juda ham chiroyli holatga keldi qiz bola. Yaxshi paxat qilib, mehnat qildi-da, zo'r tana tuzilishi qildi. Lekin o'sha xohlagan ishiga kira olmadi. Uni tanasini orqasida qanaqadir maqsad yotgan edi-da. Da, shuni demoqchimanki, sog'lom tushunish kerak. Nima uchun kerak menga? Masalan, men bilaman menga nima uchun kerak bu tana. Meni o'zimning maqsadlarim bor. Senga nima uchun kerak? Da. Odam uchun eng muhim birinchi savol mana shu. Trenirovkani boshladim sog'liq uchun. Da, любой odam trenirovka qilish kerak. Ilmiy tadqiqotlar buni ko'rsatyapti. Lekin ikkinchisi, mana bu chiroyli tana menga nima beradi? Da, самоуверенность, самооценка, da, odamlarda уже senga bo'ladigan отношенияsi по-любому o'zgaradi. Bu o'zidan o'zi keladi. Lekin undan tashqari, agarda katta mushakda aytadigan bo'lsak, bu senga nima uchun kerak? Bu senga nima beradi? Bu katta mushak arziydimi? Mana shuncha mehnat qilishing kerak uni uchun, shuncha soqqa yo'q qilishing kerak, ko'p kaloriya yeyishing kerak. Bu ham bu rejim boshqa nima? Bu как бы investitsiya, katta narsa.
shu okkupatsiya qiladimi yo'qmi? Vaqt, Tushunishi kerak. kuch, mehnat Da, qancha tikyapsan, nima uchun? Umring ketyapti bunga. Agarda sen kutadigan natijani bermasa, sen просто Instagramdan ko'rgansan, mana shunaqa bo'lsam yaxshi bo'lardi, da, yaxshi bo'ladi, hammamiz xohlaymiz. Lekin bu bizga nima keyin по итогу nima beradi? Shu bizga o'zi kerakmi, yo'qmi? Все. Вот men например, trener bo'lganimda, offline trener bo'lganimda majbur edim katta mushakka ega bo'lish. Nimaga? Chunki по-любому zalga kelgan odam seni vizualni otsenka qiladi. Majbur edim, men buni осознавать qilardim. Shuning uchun katta mushak massamga ega bo'lish uchun shu narsani qilardim. Постоянно kaloriyani hisoblab, poqsil deya boshqa qilib. Hozir, например, men odamlarda problemasini rishat qiladigan odamman. Menga katta mushak kerak emas, menga juda ham katta ko'p bilim kerak. Men shuning uchun mana buni kashat qilishga o'tganman. Menga har xil. Da, menga katta mushak kerak emas. To есть men уже odamlarda problemasini effektiv rishat qiladigan specialistga aylanganman. Shuning uchun menga katta mushak menga yordam bermaydi. Mana bu mushak massa menga sog'lig'imni, более-менее красивый figurani beradimi? Da, beradi. Menga bu yetarli, menga katta ko'p kerak emas. Menga ko'p bilim kerak. Shuning uchun meni fokusim imенно bu tomonga qaratilgan. Hozir yaxshi bo'ldi shu temaga o'tganingiz, chunki keyingi savol shu tema bilan bog'liq. Savol: sizga eng ko'p maslahat, eng ko'p masalada, to есть eng ko'p muammoda, qaysi muammoda murojaat qilishgan va eng ko'p eshitgan mifingiz nima shu odamlardan? Rus auditoriya bilan ishlaganimda men asosiy ayollar bilan ishlaganman. Shunday bo'lgan, yog' yo'qotish. Endi hozir dozat masala-ku. Erkaklar обращаться qilmaydi nimaga? O'zbekistonda shundaki, agarda даже ortiqcha vazni bo'lsa, kamdan kam erkaklar murojaat qiladi. Agar faqatgina vrach tavsiya qilmasa, o'sha sahrni diabet aniqlanadi, bor deydi, uni Ramiz bor deydi, keladi, murojaat qiladi. Asosiy ayollar harakat qiladi, именно chiroy tomonidan, sog'liq tomonidan juda ham kam обращение bo'ladi. Ko'pchiligi mifi qanaqa? 6dan keyin yeyish mumkin emas, non yeyish mumkin emas, shakar yeyish mumkin emas. Shunaqa, короче, klassik miflarda. O'zbek auditoriya bilan ishlashni boshladim. Ko'pchilik mana bu anular, bolalar. Ko'pchiligi anuga qiziqadi. Mushak massasini o'stirishga. Endi jirashigani ham bor. O'zbek auditoriya bilan ishlaganimda unda miflar undan ham ko'p rus auditoriyaga qaraganda. Chunki rus auditoriya kim ruschani tushirsa, informatsiya ko'p. Ularda variant bor, qandaydir to'g'ri informatsiya topishga. O'zbek tilida bunaqa yo'q. O'zbek tilida informatsiya juda ham ko'p, agarda sen tilni bilmasang. Shuning uchun mif juda ham ko'p. Mana menga esimga qoladigan mif ana mumkin emas. Vazn tashlaganda meva mumkin emas. Mevada juda ham полезный растительный клетчатка bor. Bizda mikrofloramiz olmani oladigan bo'lsa. Lekin nima deydi bizda kachokalarimiz? Kletchatkani biz pomidor bilan bodringdan olamiz. Bodringdan pomidorda kletchatka вообще mizerda yo'q u yerda u narsa. Shuning uchun mana shu ko'pchilik mana bu meva mumkin emas deydi. Meva juda ham полезный narsa, uni yeyish kerak. U yerdagi fruktoza unchaga ko'p emas, bizga jировой gipotozа olib kelmaydi. Shu narsani tushunishimiz kerakda. Mana shu eng katta minus olib keladigan mif mana bu. Отказывайтесь от фруктов. Mumkin emas deydi. Mana shu. Shakar, no, u еще более-менее. Относительно. Da, lekin meva mumkin emas deb aytish bu juda ham salbiy ta'sir qiladi imенно sog'liqqa. Hozir misol uchun, hozir men sushkada podgotovkadaman. Mani ratsionimda taxminan 1 kilogramm meva va sabzavotlar bor. 1 kilogramm. Juda zo'r. Bu narsani hozir meni trenerim nazorat qiladi, чтобы ana shu hajm bo'lishini strogi nazorat qiladi. Yozib jo'natishim kerak. Da. Normal, ves ketyapti. Da, chunki sizda ilmiy yondosh shu, siz buni tushunasiz. Mana shunaqa u mumkin emas, bu mumkin emas degan maslahat beradigan odamlarning asosan Instagram profiliga nima uchundir dietolog, nutritsiolog deb yozilgan bo'ladi. Klass. To есть oddiy xalq dietolog bilan nutritsiologni kimligini bilmaydi, farqiga bormaydi. Agar kaloriyani hisoblashni o'rgangan bo'lsang, bu san dietologsan degani emas. Bu hali sen nutritsiolog ham degani emasda. Shu farqini aytib bering, просто o'zingiz. Qarang,
Mana men o'zimda nutritsiolog desam bo'ladi, chunki men o'qiganman. Obrazovaniyam bor, lekin men o'zimda dietolog deyishga haqqim yo'q. Manda ham nutritsiolog sertifikatim bor, lekin men yozmayman hech qayerga. Mana men ham yozmaganman, lekin o dietolog unda tibbiy ma'lumoti bo'lishi kerak. Medinstitutda o'qigan bo'lishi kerak. To есть dietolog bu kasalliklar bilan shug'ullanadi-da, ano bilan, pitaniya bilan bog'liq, lekin kasalliklar bilan. Обязательно tibbiy ma'lumot bo'lishi kerak. Tibbiy ma'lumoting yo'qmi, haqqing yo'q dietolog deyish. Endokrinolog tем более. Lekin biz shunaqa ko'rishimiz mumkin trenerlarda endokrinolog deb yozgan. Endokrinolog, Bu odamlarni nutritsiolog, ustidan kulish degani. dietolog, psixolog. Da, bu juda ham bu значит buni auditoriyasi может saviyasi pastmi yo'q, men bilmadim короче. Lekin bu juda ham noto'g'ri. Noto'g'ri. Hozir men aytdim, kaloriyani hisoblashni o'rgangandan keyin ba'zilar o'zini nutritsiolog deb hisoblashni boshlaydi. Ba'zilar hattoki o'sha kaloriya hisoblashni ham bilmaydi. Hattoki shunaqa fundamental narsani agar trener senga to'g'ri hisoblab bera olmasa, при этом uni Instagram sahifasida nutritsiolog, dietolog, endokrinolog yozilgan bo'lsa, nimani o'rgatyapti bu podopechnilariga deymanda. Endi bu ikkita omili bor. Birinchisi bu bilimsizlik, to есть o'qimagan, to есть spetsialniy ma'lumot yo'q. Ikkinchisi omil bu основной, to есть hozir O'zbekistonda bitta yo'l ko'rsatilyapti-da. Endi bu kaloriya hisoblash bu o'zima zamorочка-ku. Постоянно учет, взвешивать qilishing kerak. Lekin trenerlar eng oson yo'lini tanlaydi. Nima? Cheklovlar yo'lini. Nima qilasan boshimda og'ritib odamga, например, agarda yaxshi spetsialist harakat qiladiki, odam keldimi, maksimal darajada hayotini yengil qilib berish. Чтобы anosiga natijani yengil usul bilan. Lekin bu narsaga bilim kerak, odamni o'rgatish kerak bu narsaga. Boshida qiyin bo'ladi. Agarda odam keldi, kaloriya hisoblashni xohlamaydi, bu zamorочка. Lekin sen sekin-sekin shu narsani gapirib berishing kerak. Trenerlarga eng yaxshi variant nima? Cheklovlar varianti. Aytadi. Xohlaysanmi rezultat? Bitta yo'li bor. Mana bu mumkin emas, mana bu mumkin emas. Грудка yeysan, 8 ta tuxumni oqa, ikkitagina желток mumkin. Вареный grechka или anaqa Meva mumkin emas. Meva mumkin emas. Cho, bu fruktoza, bu mumkin emas. Jir qilib tashlaydi, insulinni ko'taradi. Xullas shunaqa narsalar cheklovlar yo'li bilan. Mana qancha odamlar mana Instagramda endi o'zbek auditodan boshlaganimda mana bu har bitta dieta hammaga tashlab beriladi-da. Mana nimaga aytyapman? 500-600 gram qaynatilgan грудка. Mandachi ba'zi mana manda ikkita absolyutni bir-birini tanimaydigan odamlar ikkita boshqa trenerlardan olgan dietasini tashlaganda men ko'rganman, bir xil bo'lgan. Qanaqadir masshtabирование bo'lib ketgan, bilmayman, yoki trenerlar bir-biriga tashlab berganmi, mana men dietam menda ishladi, mana buni qilib ko'rdiganmi, bilmayman qanday. No fakt что men ko'rganman, ikkita boshqa odam, boshqa trenerdan dieta yozdirgan, ikkalasi bir xil. Ну, mana bu yerdan kelib nimani xulosa qilsak bo'ladi? To есть model bitta model qayerdadir olingan, shu narsa sotilyapti. Eng achinarlisi, odam buning uchun 400 mingmi, 600 ming to'laydi. Bu narsani har kuni 2-3 oy davomida yeyishing kerak. Da, rezultat bo'ladi по-любому, lekin eng muhimi trener, mana men nima haqida o'ylayman? Trener eng muhimi nima haqida o'ylash kerak? Qilgan rezultatni uzoq umr davomida ushlab qolish. Mana bu eng muhimi. Rezultat qilish mumkin emas, to есть qiyin emas, har xil usul bilan qilsa bo'ladi. Lekin mana bu rezultatni ushlab qolish faqatgina cheklovlar bo'lmagan metod bilan qilish mumkin. Chunki bu odam sportsmen emas, buni hayoti sport bilan chegaralanmagan. U xohlaydi kayf qilib yashashga, но при этом yaxshi tana ega bo'lishga. Agarda bilim bermasang, vosita bermasang, o'rgatmasang, faqatgina cheklov bo'lsa, tashlaydi. Tashlagan ves qaytib keladi. Siz bilan biz buni bilamiz. Bizga qancha yozishadi shunaqa problema bilan. Da, qildim, tashladim 25 kilo, qaytib keldi, даже ortig'i bilan qaytib keldi. Так что mana shunaqa problema. Hozir даже offline bitta trener bilan ishlayotgan odam chiqdi. Hozir trener bilan ishlayapti, но и при этом vazni ketmayapti, уже oshishni boshladi. Lekin trener bilan hozir ishlayapti. Shu muammo bilan chiqqan. Скорее всего, trener to'g'ri podxod qilib bera olmagan. Bu yerda yana ikkita joy borda. Birinchisi yoki o'sha trener unga hisoblab o'sha o'rgatishdi. Bilim berishga o'zida yo'q. Birinchi masala. Ikkinchisi yoki bor,
berishni xohlamaydi. Chunki u bilimni bergandan keyin odam mustaqil bo'ladi. Da. Bilimi bor bo'ldi, unga trener kerak emas. Soqqa sovurib olmaydi. Da, u уже ketdi. U manbai yo'q. O'rgatdi, hozir o'rgatib qo'ysam bu ketadi, keyin men undan pul ola olmayman degan joyi ham bor. Ikkita momenti bor. Yo biladi, o'rgatmaydi chunki pul kerak yoki bilmaydi, shuning uchun o'rgatmaydi. Ikkita joyi bor. Наверное, mana bu однообразный dietalarni varianti tarqalganini inobatga aytsak bo'ladiki, ko'pchilikda bilim yo'q. Faqatgina bitta metod, eng oson metodda bu. Xohlamanlikqa nima qiladi ular? Haftaga bir marta cheat meal qilsang bo'ladi dedi. Ichiga tiqadi, bo'ldi. Sportsmenlar uchun bunaqa model bu bunaqa modelda ushlab yura oladi, chunki tushunadi, men sahnaga chiqishim kerak, Konditsiyasi boshqa. figuramni ushlashim kerak, chunki figuram orqali menga klientlar keladi. Sabab borda bunaqa dietani ushlab qolish. Oddiy odam bunaqani qilmaydi. Ayrim vaqtda qiladi, lekin buning uchun uni maqsadlari boshqa. Shuning uchun o'rgatish kerak. Agarda bilim bo'lmasa, nimani o'rgatasan? Problema shunda. Tak, keyingi savol, balkim bu savolga уже biz ancha-muncha javob berib qo'ydik. Mushak massasi olmoqchi bo'lganlar uchun eng muhim maslahat va ozmoqchi bo'lganlar uchun eng muhim maslahat. Bitta yoki ikkita? Bitta deb yozishgan. Agarda mushakni o'stirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, eng muhim narsa bu rag'bat. Rag'bat bo'lmasa, qancha zo'r pitaniya qilmasang, mushaging o'smaydi. Chunki первостепенный причина yo'q, rag'bat yo'q. Shuning uchun biz tushunishimiz kerak. Mushak o'sishida asosiy omil bu to'g'ri mushakka rag'bat berishimiz kerak, stimul. Keyin plus уже pitaniya ikkinchi o'ringa o'tadi. Даже ilmiy tadqiqotlar bor, tanqislikda ham mushakka rag'bat bersang o'sadi. Remodelирование, bu yerda, например, oyoqda mushakni parchalab bu tomonga yo'naltirish mumkin, unaqa исследованиялар bor. Lekin rag'bat bo'lmasa, qancha pitaniya qilmasang ham o'smaydi. Shuning uchun mushak massasini oladigan bo'lsak, to'g'ri trenirovka plus pitaniya. No, yog' yo'qotishga keladigan bo'lsak, bu yerga уже наоборот, ovqatlanish birinchi nomerga chiqadi. Chunki trenirovka orqali qandaydir kaloriya расход bo'ladi, lekin biz trenirovkani, именно силовой trenirovkani, trenajyorniy zalda trenirovkani biz nima uchun qilishimiz kerak? Tanqislik paytida mushak massasi ketmasligi uchun rag'bat berib joyida qoldirishimiz kerak. Mushaklarni saqlab qolish. Da, как minimum. Novichoklar o'stirsa ham bo'ladi. Shunaqa zolotoy periodi bor. Lekin asosiy urg'uni ovqatlanishiga qarashimiz kerak. Qanday tanqislikni juda ham katta qilish kerak emas. Hammamiz xohlaymiz tez natijaga erishishga, lekin tushunishimiz kerak. Keragidan ortiq kaloriyani kesib yordingmi, bu birinchisi mushak massasini yo'qolishiga olib keladi. Даже trenirovka qilsang ham ozmas ketadi, по-любому. Даже исследованиялар bor. Steroidlar qilgan, mushak massasi ketgan juda ham katta tanqislikda. Naturallar qilsang tем более. Ikkinchisi metabolik moslashuv rivojlanadi. То есть organizm majbur bo'ladi. Вот, например, qarang. Siz $3000 hayot kechiryapsiz. Ras sizga $1000 kirib kelyapti. Siz majbur bo'lasiz rasxodlaringizni optimallashtirishga. Organizm ham shunday. Agar, например, 3000 kaloriya kirib kelayotgan bo'lsa, 1000 kaloriya kirib kelyapti, nima qiladi? Mana shu hozirgi yashash funksiyasini faqatgina ushlab turadi. Yuraging uradi, boshqa ichki a'zolaring uradi, boshqa funksiyalarni отключать qiladi. Даже детородный nimaga potensiya tushib ketadi? Chunki o'z tanangni kaloriya bilan обеспечить qilolmasang, nima qilasan? Sen razmnожаться qil. Shuning uchun sirasi tushadi. Shunaqa salbiy effektlar bo'lmasligi uchun bizning maqsad nima? Faqatgina mushak o'stirib yog' yo'qotish emas-ku. Bu jarayonlarda qilish, lekin hayot sifatini normal saqlash yaxshilash. Shuni o'ylash kerak. Bu narsaga определенный vaqt ketishini tushunishimiz kerak. Тем более mushak massasini o'sishni oladigan bo'lsak-da, yog' yo'qotishda yarim yilda нереально odam o'zgarishi mumkin, konkretno. Lekin mushak massasini oladigan bo'lsak, novichoklar birinchi yilda potensial o'sishi juda ham zo'r, lekin qancha ko'p stajing oshayotgan bo'lsa, mushak massa o'sishi juda ham pasayadi. Shu narsani tushunishimiz kerak. Agarda aytib o'tdim, qaysi omillarga e'tibor qilish kerak? Zo'r javob. Mana, в принципе, o'zimning savollarim, bermoqchi bo'lgan savollarim obunachidan keladigan savollar bor. Ramis aka, agar men birinchi ochiradi, men sizni shaharingizda o'zi mehmonman. Shuning uchun agar sizda o'zingiz savollaringiz bo'lsa, menga bemalol berasiz. Menda savolim bor. Mana siz nima bilan Mixail Valenkin bilan trenirovka qilganingizni ko'rdim. Men avval bu narsalarga вообще qiziqmasdim, lekin shunaqa hozir u aytayaptiki, men ham naturalman deyapti, naturalniy vidda chiqyapman, siz ham naturalniy chiqyapsiz. Lekin men tushunaman fiziologiya nuqtai nazardan. Unda уже u avval steroid qabul qilgan-ku, mio yadrolari juda ham ko'p. U уже fundamental уровеньda sizdan ancha преимуществоga ega, ko'proq.
men tushunmayman nimaga mana bu organizatorlar bunaqa соревнованияni qiladigan mana shu narsani inobatga olmaydi. Chunki men agarda соревнованияni sudyasi bo'lsa, sizlarni birga taqqoslamasdim, потому что tushunaman fiziologiya, fundamental уровеньda u sizdan ancha ustun. Siz bilan raqobat bo'lmaydi. Shu haqida informatsiya kerak menga, чисто для общего саморазвития. Naturalniy bodybuildingda ham federatsiyalar, har xil federatsiyalar bor. Men o'zim shu ko'chaga kirishdan oldin ozgina qiziqqanman. Qaysi federatsiyadan chiqsam yaxshi bo'ladi? Men qaysi federatsiyada raqobat bardosh bo'la olaman? Chunki men 100% natural, hattoki aptechniy dorilar yoki sportivniy dabavkalarni ham filtratsiya qilishga majburman. Chunki hozir meni federatsiyamda spiska katta. WNBF ni tanlaganman. Nima uchun? WNBF World Natural Bodybuilding Federation 35 yildan ortiq faoliyat olib boradi. Tekshiruv darajasi juda ham kuchli. Va'dani ro'yxati bilan bir xil. Ro'yxati analizlarni va'daga jo'natadi. Har bitta atlet musobaqadan oldin analiz topshirishga majbur. Uritra topshiradi, qon, so'lak topshiradi, plus poligrafdan o'tadi, ya'ni detektor lji bo'ladi. Poligrafdan o'tib savol-javob qiladi musobaqada. Ancha krutoy ekan. Juda filtratsiyasi kuchli. Hozir aytganimdek, ro'yxatida ba'zi bir sportivniy dabavkalar ham bor. Mumkin emas ishlatish, bu konkurensiya справедливый bo'lish uchun. Mixail Valenkin chiqqan federatsiyada proverkani darajasi unchalik kuchli emas. Mani xulosam, mani subyektivniy xulosam unchalik kuchli emas. Sababi federatsiyaning o'zini saytida daska pozora deydi-yu. Daska pozora degan alohida stranchkasi bor, o'zlari qilishgan, что steroidlarda ushlangan, sahnalarda ishlatilgan, выявлять qilingan holatlari bor. U federatsiyada asosan bывший ximiklar chiqadi. Bundan oldin steroid ishlatgan odamlar chiqadi, to есть ular o'zaro musobaqa qiladi. Organizatorlar ham toza naturallar bilan oldin steroid ishlatgan odamlarni aralashtirmagan. Misol gapim nima deydi, голословный bo'lmasligi uchun, masalan, shu yilda men bilaman, что mana shu federatsiyada, hozir oti esimda yo'q, Mixail Valenkin chiqqan federatsiyada klassik fizik kategoriyada Jeff Said chempion mira bo'ldi. Jeff Saidni biz bilamiz 2000-yillardagi fitness idol. Da. 100% farmakologiyada bo'lgan fitness idol hozir chempion mira bo'ldi. Naturalniy trening, naturalniy bodybuilding tarafdan olib qarasangiz, bu absurd. Da, естественно. Xuddi Ronnie Coleman chistka qilib, men naturalman deb chiqib birinchi o'rinda olgandek gap bo'ldi-da. Shuning uchun WNBF ni tanlaganman. Tekshiruvlar juda qattiq. Hattoki agar balkim preparat ishlatgan bo'lsa, sharti oxirgi 10 yil davomida toza bo'lish kerak. Juda katta srok. Da. Даже agarda shu srokda oladigan bo'lsak, mio yadrolar ketmaydi-da. Agarda постоянно trenirovka qiladigan bo'lsak, даже 10 yil o'tadigan bo'lsak, baribir ham преимущество bo'ladi-da. Значит, men o'zim uchun xulosa qilamanki, значит, разные federatsiyalar bor. Aynan agarda sizni federatsiyangizdagi chempion dunyoda men действительно naturallarda ichida chempion bo'ldim degan nom olishi mumkin. Boshqa federatsiyalarda endi aytayapsiz-ku, birinchidan tekshirish darajasi pastroq даже mana bu бывший ximiklardan допускать qilinadi deb. Значит, sizni federatsiya WNBF. Shuning uchun ham shu federatsiyani tanlaganman. Agar bu yerda chempion bo'lgan odam smelo qo'rqmasdan 100% naturalniy atletman deya oladi. Men xohlardimki, masalan, mana intervyuda Valenkin bilan birga trening qilganimizda aytdi, natural federatsiyaga asos soldik o'zimizda O'zbekistonda dedi, musobaqalarni sekin-sekin boshlaymiz dedi. Men xohlardim, чтобы tekshiruv xuddi WNBF ni tekshiruvlariga yaqin bo'lishini xohlardim. Natural man deb arz qilayotgan, zaiflat qilayotgan odamlar haqiqatda natural bo'lib chiqib sahnada nima deydi, chestniy konkurensiya qilishini xohlardim. U sal finansiy tomondan qiyinroq bo'lsa kerak shunaqa analizlarda olib amalga oshirish. Balkim-da, bu tomoni bor-da, hammasi kelib soqqaga taqaladi-ku, в любом случае bunaqa narsalarni organizatsiya qilish. No, в любом случае bu juda ham yaxshi. Mixail Valenkin bu narsani anosini qilgan. Birinchi qadam bo'ladi. Boshlanishda bu. Da. Tam уже rivojlansa, sponsorlar bo'lsa, bu narsani ham qilsa, я думаю, problema bo'lmaydi. Yaxshi, qimmat, lekin rostdan finansiy tarafdan bu yaxshi pul oladi. Hozir masalan bitta musobaqaga analizlarni o'ziga $140, poligrafni o'ziga $120 to'lash kerak. To есть $300-400 просто analizni o'ziga ketadi. Sportsmen o'zi to'laydi. Sportsmen o'zi to'laydi bu narsani. Ko'pchilik uchun bu
agarda призовой мощный bo'lsa, есть смысл shuncha pul to'lab, agarda shu narsaga nadeysa qilib pul olib ketaman, по-любому atab yurdi. Призовой yaxshi bo'lmasa, bunaqa analizlar bilan Menimcha, mani fikrim prizavoy uchun o'zi bodybuildingga umrini katta qismida odamlar prizavoy uchun musobaqaga chiqmaydi. Большинство umrini katta qismini, professional karyerasini katta qismini вкладывать qiladi. Qanaqadir topoviy уровеньga chiqqandan keyin daromad qilishi mumkin. Naturalniy imенно treningni nimasi, ambitsiyasi nimada? Mani fikrimcha, ijtimoiy tarmoqlarda o'zini naturalligini aytib, o'zini mahsulotini sotishga harakat qiladigan odamlar juda ham ko'p. Lekin mana shunaqa toza federatsiyalarga chiqib rezultat ko'rsatish o'sha o'zini aytayotgan zaявленияларni, arizalarini haqiqiyligini bir ko'rsatkichi. Sen men naturalni treningman, men naturalni o'zimni shunaqa forma qildim, programmamni ol, senga ham ishlaydi deb aytayotgan bo'lsang, пожалуйста, chiqqin naturalni ligalarda, shunaqa toza ligalarda o'zingni ko'rsat, natijangni degan zapros Amerikada, Yevropada bor. O'sha aytayotgan atletlarga nisbatan. Shuning uchun ular chiqadi, harakat qiladi, o'zini yonidan analizlarga to'laydi, borib rezultat ko'rsatib, o'zini nima deydi, mutaxassisligini tasdiqlaydi. Tushundim. Значит, это дополнительный инструмент mutaxassislikda nima bilimlarini rezultatini ko'rsatib, mutaxassisligini tasdiqlash bir vosita sifatida foydalaniladi. No и plus bu narsaga interes bo'lishi kerak. Например, как sizda da. Men o'zim hozir просто o'zim bilan nima qilyapman, menda xayolimda qancha trenirovka qiladigan bo'lsam, bunaqa ideya в жизни kelmaganda, то есть qiziqish bo'lmagan sahnaga chiqib bir bala qilish. Значит, sizda bu bor. Men rasmlaringizda ko'rganman formani. Men o'ylardim, Ramis aka nimaga chiqmaganlar hozir, agar даже hozir chiqsangiz ham yaxshi rezultat qilsa bo'ladi. Ha, no, shunaqa interes bo'lmagan. Единственный katta mushakka ega bo'lishim mana shu offline rejimda ishlab yurganimda bu narsaga talab bo'lgan. Bu masshtabi sal kattaroq. Xuddi o'sha narsa, faqat masshtabi kattaroq. Yoki qanaqadir moda bo'lgan hozir. Amerikanskiy nimada, tarmoqlarda qanaqadir moda bo'lgan. Mana shu moda o'zimizga kirib kelyapti hozir. Naturalligini imini talqat qilish. Men naturalman, men naturalman, 19 yosh natural, 22 yosh natural. Mana shu narsa qandaydir moda bo'lgan. Shunchalikka borganki, hattoki ba'zi odamlar o'sha natural deb o'zini zaiflat qiladigan odamlar sarm ishlatadi. O'sha sarmni natural deb hisoblaydi. Ba'zi birlar kasal, doktorlar gormon rosta yozib bergan unga. Yoki bir xillarga insulin yozib bergan, bir xillarga gazeta yozib bergan. O'sha odamlar men natural trening qilaman deb zaiflat qiladi. Men majburman buni ishlatishga, lekin я же не специально, я natural. Shunaqa zaifleniya qiladigan. Biz moda ketgan. Bu musobaqalarga chiqib o'zini ko'rsatish, o'zini anaqasini tasdiqlash bo'lgan. Mana shu narsa bizga ham sekin-sekin hozir kirib kelyapti. Bu narsani kuzatamiz, qay darajaga bu rivojlanadi bizda. Интересно. Naturalni bo'lsa eng muhimi anoga sog'liqqa zarar bo'lmasa bo'ldi, eng muhimi shu. Sog'liqqa. Bizda nima uchun meni o'zimning fikrim ko'p o'ylaganmanda, bodybuilding juda ham chiroyli sport plus san'at, mehnati juda ham og'ir. Odamlar ko'p hozir aytganimdek daromad olmaydi, daromadi kam, lekin vlojeniyasi juda katta. Nima uchun? Omma tarafdan bu sportga, boshqa olimpiyskiy sportlarga qaraganda e'tibor kam. Nima uchun ko'proq mana finansирование yo'q, federatsiyalarda komandalar yo'q, masshtab juda kichkina. Katta ehtimol bilan birinchi sababi sog'lik. Hamma tushunadi, что bunaqangi konditsiyaga chiqish uchun sog'likni tikish kerak. Professionalniy sport в принципе sog'lik, lekin bodybuildingda ishlatiladigan preparatlar bu holatni yana ham yomon ahvolga olib keladi. Odamlar qo'rqadi prosta bir tarafdan. Shunaqa skeptik отношение bor. Naturalniy bodybuildingda nima uchun shaxsan men qo'rqmasdan targ'ib qilaman deyman. Farmakologiya ishlatmasdan trening qilishni men targ'ib qilaman. Shu narsani men tarafdorman. Bu birinchi o'rinda sog'lik. Sen o'zing sog'lom bo'lib, plus biliming bo'lgani uchun xohlagan narsangni yeb, maza qilib o'zingni shaxsiy hayotingni sifatini saqlab qolib, yana chiroyli qomatga ega bo'lishing. Agar xohlasang, agar maqsading bo'lsa, yana professionalni yana davom ettirishing mumkin. Bu juda zo'r bu narsa. Ideyani o'zi zo'r звучит. Просто odamlarga bu narsani to'g'ri yetkazib berish kerak-da. Ko'pchilik o'ylaydiki, bodybuilding bu faqat pro krasotу tela. Lekin
biz siz bilan bilamiz, yangi ilmiy tadqiqotlar, современный ilmiy tadqiqotlar chiqyapti, что уже mushak tolasini endokrin organga приравнивают, что miyakin chiqadi, bu juda immun sistemaga yaxshi bo'ladi. И plus тем более 40 yoshdan keyin bilamizki, возрастная sarkopeniya nimaga mana bu qariyalar nemishli bo'lib qoladi. Chunki 40 yoshdan keyin 0.8% ga har yili mushak massasi ketaveradi. Agar trenovka qilmasang, rag'bat bermasam, oqsil miqdorini yetarlicha yemasa. Mana shuni endi sizga o'xshagan, menga o'xshagan odamlar sekin-sekin imенно sog'liq tomonidan yetkazib beradigan bo'lsak, bu o'zgarish bo'ladi. Chunki hozir ko'pchilik yoshlar asosiy qiziqadi bu narsaga imенно figura tomonidan. 30 dan o'tgan odamlar u foizi juda ham kam, tushunadi sog'liq uchun kerak. Lekin afsuski пока что O'zbekistonda mana bu 50 dan 60 dan o'tgan odamlar bu narsa bilan shug'ullanishmaydi. Ularga bu juda ham kerak. 50 dan oshgan odamlar ko'pi уже bo'ldi. Sport yoshlar qilsin, biz bo'ldik. Da, mana shu tushuncha, shunaqa fikrga kelishadi. Suhbat zo'r bo'ldi Ramis aka. Men ochig'i maza qildim. O'zim bermoqchi, so'ramoqchi bo'lgan savollar ham ko'proq informatsiya oldim. Bitta narsani ta'kidlamoqchiman. Bu video kimnidir bog'iga tosh otish uchun emas. O'zimizni bodybuilderlar yoki boshqa trenerlarni kamsitish, o'zimizni maqtash, unaqa maqsad absolyutno yo'q. Men shu sohani yaxshi ko'raman, bodybuilding, fitness sohasini yaxshi ko'raman. Ramis aka ham xuddi shunaqa odam deb o'ylayman, shubha qilmayman. Bizning maqsadimiz именно shu sohani sifatini oshirish. Bo'ldi. Sifatini oshirish. Boshqa alternativ sog'lom yo'llar borligini ko'rsatish. Bu videoni maqsadi shu. Meni o'zimni shaxsan maqsadim mana shunaqa Ramis akaga o'xshagan o'zini ishini mutaxassislari bilan sizlarni tanishtirish. Inshaalloh sekin-sekin Ramis aka bilan hali ko'p gaplashamiz. Bu yuzaki bugungi videoda gapirilishi kerak bo'ladigan birinchi navbatdagi gaplar gapirildi. Balkim qaysidir sohalarga chuqurlasharmiz, tam fiziologiyadan, ba'zi bir ilmiy tadqiqotlardan ma'lumotlar keltirib chuqurlasharmiz aynan bironta tor mavzuga. Bu kelajakdagi perspektiva. Bugun boshlanishi inshaalloh. Biz boshladik, sekin-sekin kimgadir yoqadimi, kimgadir yoqmaydimi, hayt qiladimi, hype qiladimi, endi hammani o'zini muammosi. Biz boshladik. Shu sohani targ'ib qilishdi, sog'lom, natural fitness, natural bodybuilding borligini ko'rsatishni biz boshladik. Hammaga rahmat shu joyigacha tomosha qilganlaring uchun. Salomat bo'linglar. Все, отлично. Я закончил.